Assalomu alaykum, muhtaram ko'rurman do'stlar. Hammanglarga Allohning salomi, rahmati bo'lsin. Fidoylar ekran xush keldinglar. Bugun diqqatinglarga yana ilmiy bayqash va Qur'on Karim orasidagi bog'lanishga aloqador izlanishimizning ikkinchi sonini sunamiz. Bu programmani Uyg'ur ziyolilaridan Mavlon Yasin afandim taqdim qilyotdi. Oldingi qismida biz birinchi qismini to'xtaldik. Qur'on Karimning ilmiy jahon taraqqiyotidagi ilmiy bayqashlardan kelgan natijalardan Qur'on Karimda berilgan bishoratlarni udullashtirish xarakteridagi izlanish bo'ldi. Maqsad muddaolarimiz ham Qur'onga bo'lgan ishonchimizni oshirish, tushunchamizni chuqurlashtirish, ham dunyoga o'rnashtirilgan qonuniyatlarning sirlarini bayqash orqali o'zimizningki ishonchi va turmush tushunchalarini hayot prinsiplarimizni to'g'irlab, unumlik, g'albilik yashashni qo'lga keltirishdan iborat. Ekranimizda Mavlon Yasin afandim. Mavlon aka, xush keldingiz. Vaalaykum assalom. Ko'p rahmat ekronni berganingizga. Yaxshi. Men oldingi qitim deb o'tgandim. Men o'zim bir diniy tadqiqotchi emas. Men lekin o'sha ilm fan o'sha ta'alarda birini bo'lsa izlanishga tegishlik bir narsa bo'lsa qiziq izlanaman. Amaliyot mening bu so'zlayotganim oldingi qitim birinchi so'zladim. Bultoqi Ramazon oyida qoldirgan xotiralarim. Şu vaqtdan tortib buni yetib kelyapman. Xotir endi men hozir masalan o'zimni istamayli, men hozir WhatsApp'larda ilm fan sohasiga har narsani keng ko'lamda yezib kelyapman. Bu rasm mandaq deb tushundirdi deb so'zlab kelyapman. Uni qarab baqsam 800 dan ortiqni so'zlabdiman. Ondaki bir Mevlana Yasin tercümesi var deb zamonaviy nimalarni qitma undan qarasam 600 dan jiqni tercüme qitma ekranlarda hamiyalarda. Şu hem mesela fizik olsun, kimya, biyologiya, tibbiyotchilik, hamma sohadan bo'lsin o'zim biroz uchurdor. Shunga hamma sohalarga qulog'im ding, anglab turmay, yangi taraqqiyotlar nim bo'ldi, to'xtamay izlanib turman. Shunga Qur'on o'qiganda bultu 30 kun Rozada şu Kur'an'ı başına ayak okup çıkkanda özüm nişan kılıp toxtamış Kur'an'da bu iladır zaman ilim pella toğırlık nimile yazılgan dep şunu okuş jarayonida ben hatırlap mangdım bir chetdan. Endi Kur'an'ı okusam mavilik Uyg'urcha mush Qur'onni o'qiymiz, hammamiz bilamiz. Mush bir Qur'on bor, men o'qimayman. Boshqa endi bu Qur'ondagi shu jarayondagi g'oybat shakllarni ko'rib qoldim. Çünkü o adamlar qilgan vaqtda nurg'un qoldi ilm fanlar yo'qdi buni. Ham o vaqtdagi o adamlarning ilm fan sohasi bo'lgan tushunchasi cheklik. Undan keyin inglizcha bor, inglizcha degan mana inglizcha Qur'on mana nochi cho'ng, ma ishqisning kengligi tomligi nimaliga qarang. Va qanchalik. Ma inglizcha Qur'on degan 1200 bet. Bu çünkü nimişqa deysanglar her bir oyatga shu tarixiy tushuncha bergan. Bu Qur'onlar Allah ishonchlik. Çünkü buni universitetlar o'tadi, 60 yildan ortiq o'tayotgan Qur'onlar. Buning dünya islom jamiyatlari buning har bir so'zi, har bir nimasini to'xtamay buni yingilab turdi. Mushuning tushmamdi deb yingilab turdi-da. Shuning uchun ben şu vaqtda yozgandim, shuningdan tortib buni tadqiq qilishga boshladim. O'sha har birisi nima deydi, qanday qiladi, shuni tushuntirish jarayonida hozirgi zamondagi ilm fanlar bilan Qur'onning shu vaqtda bergan besharatlari ajoyib moslashganligiga haqli hayron qoladi odamlar. 1500 yil bo'lay deb qoldi-da, menda aytsak shu jarayonda 500 yil bo'lay deb qoldi. Hamma uni nima qilib emas, shu jarayonda nurg'un zamonaviy uqumlar to'g'risanmi qisqa tushuntirib o'tib ketish. Bu shikli birlashtirib mangay deb mangdim. To'xtab turing, ma'uni men bir share qilib o'tay. Sizningki nima fidoyi nimamga ham ko'midiqqa da'vatchi ma'la shunga men buni bir share qilib o'tay. Elapta ko'midiq deydi. Shunga men shuni shu sababdan
Qur'onni ul emas, hem nurgun ilim fan sohasidagi odatlar diqqat qilmaydigan, nurg'a odam uchirmaydigan nurg'un bilimlar bor. Shu to'g'riliq ham bir qur o'zinglarni to'liqlab olsin. Bu din bilan ilim fanning munosabati murakkab bo'lib, bu munosabat nihoyat murakkab. Tarixiy to'qinish, hozirgi munozirlar va o'zaro koinotni eng muhim masala koinot. Yer shari degan mandaqli bir yer shari bir nima sir qolmadi desak bo'ldi. O'zaro koinotni tushunishki, moslashish jonligi va roli haqida hozir izchil suhbatlar berilyapti, ilib ketilib bordi. Bo'libmi Xristian dunyosida. Bu Xristian dunyosida bu talash tortishlar bor. Musulmonlarmi bu dunyoga kiryotdi, birdan turib so'zlaydi. Musulmon to'g'riliq ham bu dunyoda noytoq nimalar bor, ammo Xristian sohasida bu ilm fan bilan Xudo Qur'on emas, Xudo o'tiriki, ularni Xudo deydi, o'xsha Xudo o'tiriki, munozir noyt diqqat din to'g'ridiki. İlim bilan dinning munosabati vaqtning o'tishiga ergashib tadrijiy taraqqiy qildi. Masalan, qadimgi va o'rta asrgi davrlarda diniy organlarning himoyasida nurg'un ilmiy ilgirlash qo'lga keltirilgan. U vaqtlarda diniy organlar qo'llamasa birini ilk bağını bo'lmaydi. Şu vaqtlarda bütün narsa din qiladi. Masalan, islom oltin davrida, islom oltin davri deganimiz 8 asrdan 13 asrgacha oraliqni islom oltin davri deydi. U vaqtdagi masalan Bag'dod xuddi hozir Amerikaning Harvard universiteti, Angliyaning Oxford universitetiga o'xshash. O dunyoning bütün olimlari yig'ildigan yer. Hozirgi shu vaqtlarda koinot yulduzini tadqiq qilish shu Bag'dodlarda islom dunyosi intan ko'p. Hozirgi yulduzlarning qo'ygan ismining 3dan 2 qismi arab tilida ilingan. O'sha yulduzlarning da shu vaqt qo'yilgan. Masalan shu vaqtda deylik Muhammad al-Khwarizmi o adam 780'da 850 yil 70 yaş yaşagan, yana Avicenna o adam 980'dan 1037 yaşagan o'xshash olimlar diniy doiralarning qo'llashi bilan turli ilm fan sohalariga muhim to'hfa qo'shgan. Ama ilmi inqilab degan bir inqilab başladı. İlim fan revolution, science revolution bo'ldi. İlmi inqilab va Galileo tragediyasiga o'xshash voqealar bu ikkisining munosabatida yana ilm fan bilan dinning munosabatida burilish nuqtasini hosil qildi. Yana ilmiy bayqashlar bilan diniy ta'limotlar o'ttirishga ziddiyatning e'tirof qilishini keltirib chiqardi. Bu ishga ziddiyat bor deydi. Hozir bu to'g'riliq maqolalar noyto'l men o'qib chiqsam bu maqolalarni. Bu ikkisining munosabati 3 xil holatda maqolalar yozilyapti hozir dunyoda. Birinchi, to'qinish xarakter maqolalar. Bu xil ko'zqarash ilm fan bilan din bir-biriga zid ekanligini ko'rsatib berdi. Bir-biriga moslashmay, bir-biriga ziddiyat deydi. Doim ilmiy bayqashlar bilan diniy e'tiqodiga zid bo'lgan tarixiy voqealarni tilga ilish orqali o'zining ko'z qarashini gavdalantirdi. Masalan, Angliyalik tadrijiy taraqqiyot biolog, hayvonshunos va ilm fan aloqachi Richard Dawkins. Bu adamning ismi Richard Dawkins. O adam 1940-yilda tug'ilgan, hozirgacha yashayotdi. O'xshash donglik shaxsiylar bu qarashni qo'llab keldi. Yana ilm fan bilan din bir-biriga zid degan qarashni qo'llab, ilmiy fanning taraqqiyoti butun dunyoda diniy tushunchalarni ojizlashtirdi va dinsizlarni kuchlantirdi degan ko'z qarashni o'ttirga qo'yib keldi. Hakikaten mesela Avrupa hozir dinsizlar Amerikada 25%ga boray deb qoldi. Yevropada aldığımçılık Denmark, Norveç belki o devletler asas dinsiz bo'lib. Hozir Amerikada mesela Uyg'urlarning ichida Amerikada Uyg'urlar men Xudoga ishonmayman, Qur'onga ishonmayman deydiganlar bor.
Gay qizlarni masalanga boshqa millatlar bilan bo'lsinmish tegib ketib bordi. Amnot musulmonlar deydi. Ochiqlar ota-onalar mishar babimiz ashlar deydigan bo'lib ketdi. Men musulmon emas. Dinsizlar Uyg'urlarmi ko'payyapti. Ay Sharq Turkistonda asli ko'p. Bu xil ko'z qarash bu bir xil. Ikkinchi xil ko'z qarash maqollarni yozsa, keng ko'lamda yozayotgan maqollar inoq va birlashish xarakterlik maqollar. Yuqoridagi ko'z qarash qarishi yuqorgi ko'z qarashning aksiga nurg'un kishilar ilm fan bilan din tang mavjud bo'lib bir-birini to'liqlayolaydi deb qaraydi. Bu asosiy islom olimlari. İslam olimlari buni bir-biriga to'liqlaydi deb qaraydi. Bu qarashning aytishicha ilm fan koinotning qandoq ekanligini tushundirdi. Oy qandoq piqiraydi, kun qandoq piqiraydi. Bu ayda o'tgan munosib nima? Biz turgan samon yo'li qandoq? Nimishki bundaq bo'ldi? Qandoq deganni ilm fan tushundirdi. Din bo'lsa nima uchunni tilga ilish, din nima uchun tushunadi? Nima uchun shundoq ishlar bo'ludini din tushundirdi. Allohning qudrati orqali. Din bo'lsa nima uchun tilga ilish orqali insonlarning mavjud bo'lib turishi uchun axloq va etika ramkasi bilan ta'minlaydiganligini ta'kidlaydi. Hozir bu ta'kidlashda islom din va Xristian ikki o'xshash bir nayt axloq demakmay dinni qo'yib bersak, bu dinda intayin axloqsiz insonlarga ziyonli narsa akildi deydi. Buningda xristianlar tek kuchliroq. Masalan, bir bir odamni nima tajribaxonda bir odamni chiqadi. To'g'rimi? Akilib bir tajribaxonda. Buningga xristianlar intayin qarashib turib, mangmidi, to'xtatdi. Lekin islom diniga olimlar so'rasang, Allah sen kılalığını kıl diyen. İslam dininde bunun karıştığını. Şununla bu nimizden nait katlıkta karıştığı diye bu. Üçüncü yıl makal. Üçüncü yıl makal. Ben bu taraftaki makalların tolu okuyayım. Üçüncü yıl makal öz ara müstakil karakterlik makallar. Bunun değiştiği bazı ama bu alma ilim fen ve dinge ilim fen ve din okşamagan sahaya titave. Kodaylıqı alma bilen üzüm, alma bilen bir taş degandek her birisi o'ziga xos mitologiyasi ve sualları bar deb qaraydi. Bu xil ko'z qarash her ikki soni to'qinishga majburlamay her birisinin bütünlükiga hurmat qiladigan dialogga yo'l qo'ydi. Bu ikkisini selishtirmaydi, bu o'xshamagan ikki dunyo. Buni selishtirg'ini bo'lmaydi. Xuddi bir taş bilan suvni selishtirmaysa, shunga o'xshab selishtirmagan bo'lmaydi deydi. Yig'ib itsak, bulardan nimani bilalaymiz desak, yig'ib itsak din bilan ilm fanning munosabati turaqliq emas. U madaniyat, tarix va falsafa muhitining ta'siriga uchraydi. Har ikki sohaning taraqqiy qilishiga ergishib, o'zaro ta'sirining murakkabligini yetaklash uchun davomlashayotgan dialog intayin muhim. Bu ikkisini o'ttirdayım. 21-asrga qadam qo'ygandan keyin tez suratda texniklik ilgirlash bo'libmi gen qurilishi va AI qatorliq sohalarda ilm fan taraqqiyotining axloq ta'siri to'g'risidagi munozaralar qaytadan bosh ko'tardi. Bu ikkisini axloqini hozir bu masalan ginda hozir odamlar o'lish ustida g'alaba qildi. Ma genning taraqqiyotida ya'ni 20 yilda odamlar o'lmaydi deb deya keldi. AI deganda bu odamlarni bekor qilib, odamda aqlli bir odam chiqyapti asl. Lekin mush axloqlar to'g'rimi? Diniy organlar bu muloyizalarda hamisha axloq yetakchiligi bilan ta'minlaydi va ilmiy ishlarda axloqni o'ylanishning lozimligini ta'kidlaydi. Ama bizden kiriş sözü okusun, bugün sözlügen sahalarda nurgun atalgılarını işletimiz. Şunun için bugünkü Kur'an'da davamlışı avval bir neçe atalgılar bile tanışaylı. Bu 6 atalgı ne fark, bu 6 hukumdan deyli atalgım deysek oldu, farkını bilip koysak ziyan emez. Mesela nurgullar künde degen bile nurgul adamlar onun farkını bilmeydi. Mesela alem, boşluk, osman, cennet, yer şar, dünya,
atmosfera. Biz shuning farqini yetdik ha bu 6 daqiqa yetdik. Masalan birinchi rasm 1ga akab qo'ying. Rasm 1ga. Ham rasmi ha mana mishatdi ma rasm 1. Masalan olam birinchi uni biz koinotmi deymiz. Bu ikkisini nereden kelgan desam, endi bir necha minut Uyg'urlardan so'rab baqsam, o'sha tadqiqotdan koinot degan asli arab tilidan kelgan deydi. Olam degan fors tilidan kelgan dastlabda deydi. Ham to'g'rimi xatomi? Anglag'uvchilar o'zinglar mush atrofdagi mutaxassislar fikringlarni bersanglar bo'ldi. Olam koinotni almashtirib ishildim ha, ikkisi o'xshash bir ma'noda. Olam degan hamma narsa. O butkul bo'shliq hamda bo'shliq tarkibidagi barliq moddalarni va energiyani o'z ichiga oladi. U hatto vaqtningmi o'zinimi o'z ichiga oladi. Albatta sizni pedagogika menimi o'z ichiga oladi. Yer shar bilan oy, barliq sayyoralar va ularning necha 10 oylarini olamning bir qismi. Masalan, men rasm qarasanglar, olam desanglar, mana mushlarning hammasi olam kirdi. Men o'ngdan qarasanglar, mana mush bulutlar, sarayolar, men o'ttirda yo'g'on bir qizil sijab qo'ydim. Bu olamning hozirgi eng dastlabki rasmi deydi. Olamning paydo bo'lganiga olimlarning aytishicha 13 milyard 800 milyon yil bo'ldi deydi. Şu 13-800 milyon yıl burunki resmiymiş. En burunki resmiymiş. Yani bu yılını qandaq hesablaydı desanglar, dastlabki çoğun partlash bo'lganda o nur chiqadi. Nurning ichida bir red light, qizil nur bor. Nur degan bir to'lqin shimol mang'idi, mundaq mang'idi. To'lqinning mandaq bir saklab, manda bir harbini davri deymiz biz. Davri deymiz. Bir davri, ikki davri degan shu davrining yeni partlaganda bu davri nayt uzun bo'ladi. Masalan, 100 metr deb qo'yaylik. Hozir kelganda bu davrlar nayt santimetr kichiklab ketadi. Shu davrining uzun qisqaligida bu to'lqinning qanchalik uzun, qanchalik burun safarga chiqqanligini bilamiz. Ma qizil rangni ko'rsanglar, yo'g'on sizoq bor. O'tirganlar yo'lda yo'g'on sizoqni. Ya bayqini. Bayqi yo'g'on sizoqni. Mana mushuni hozir qadar haqlab bayqan eng burunqi energiya, to'lqinning manbasi mishadi. Shuning uchun olamning kaginiga 13 milyard 800 milyon yil bo'ldi degani mushu suratdan kelib chiqqan, mushu suratni kelgashda mushu to'lqinning davriga qarab turib hisoblaydi. Mushu biri. Masalan, to'xtab turinglar. Endi mayadichu bir gap ham buni qistirib o'tib ketay bo'pti g'alba tushuncha. Olam degan tuzlangmi yoki umi yer sharidak boshqa yulduzlardek bir sharmi degan basmlardir hozir nihoyat qattiq ketib bordi. Intayin qiziqarli. Gaylar deydi olam degan bu tekshib ketgan narsa, bir tuzlanglik mushtaq narsa deydi. Gaylar deydi bu intayin yo'g'on shar bo'lgandan keyin masalan cho'mila yer shari qirsa, yer sharining cho'mil bundaq tugilak ekanligini cho'mila hargiz bilmaydi. Bizmi hozir bu biz turayotgan olam intayin cho'ng shar bo'lgandan keyin shuning uchun uni bizga bir tuzlanglikda ko'rindi, amaliyot u bir shar. Shuning uchun bizga o'xshash olamdan nurg'un necha millioni bor deb qaraydi. Yani bu to'g'riliq cho'nqurlab kirib ketmay. Ikkinchi tushunadigan uqum bo'shliq. İngiliz space deydi, rasm 2ga akilib qo'ygan, rasm 2ga. Mana naq bo'ldi. Bo'shliqni g'oyida olam bo'shliqi debmi ataydi. Qisqartib bo'shliq deymiz. U to'liq ismini olam bo'shlig'i deb ataydi. U osmon asosan mukammal vakuumni bilamiz-ku, hech nima yo'q narsa. Vakuum yana haqiqiy bo'shliq. Uningda modda yoki yo'q, deyarlik va bitim intayin turar. Uningda hech qanday modda yo'q. Modda degan biz dunyoda hamma narsa moddaga kirdi. Moddaga hech nima yo'qda, hech nima intayin tuvan.
bo'shliqda ovozni tarqarqini bo'lmaydi. Masalan, bo'shliqqa chiqib ikkimiz mush yaqin turib vaqirsak ham bir-birini unni anglamaymiz. Mush ikkimiz og'zimizda mushtaq akilib vaqirsak ham anglamaymiz bir-birini. Chunki unida molekula Uyg'urcha maktab atom bunday qisqartirib atom orqali bizni ovozimiz atom orqali yana bir-birimizga yetaklaydi. Mening ovozim va atomimizda nurg'un atom bo'lg'achqa sizning yiningizga boradi. Molekula orqali yetarlik bo'lmag'achqa atom yetar ularni ulaydigan ularning orasida ovoz yetkazgan bo'lmaydi. Ay ikkimiz bo'shliq tashni tepaga chiqib ketib og'zimiz taqsaq cho't anglanmaysiz. O degan ay chunki oramizda ovozimizni yutkaydigan xuddi telefon ovoziga manda nima yo'q, molekula yo'q. Unda bo'lgandan Yani ovoz dolqunininki tavrinishidan ikkinchi birisi tavrinib ikkinchisiga o'tishi oraliqda bo'lgan bo'shliq cho'ng. Ya bo'shliq, ya masalan bo'shliq cho'ng ikkimiz zadiyliqi nimishga tavraydi bu o'ttirmasda manda esa hozir mushtaq o'ttirmas nurg'a manda oddiy tilda atom bor, atomlar. Shu atomlar orqali xuddi telefon ursak sim orqali borganda atomlar orqali boradi. Hozir ikkimiz so'zlayapmiz, mush ovozimiz mush ekranda atomlar orqali ketib boradi. U yo'q. Bo'lmagandan keyin ovozingiz necha to'xtab qoldi, mangmaydi. Shunga bo'shliq bo'lsa zarracha, radioaktiviya, magnit maydoni, gaz, chang to'zonlardan tarkib topgan. Umuman aytganda bo'shliq olamning bir qismi. Bo'shliq olamning bir qismi. Olam cheksiz, o barliq planetlar, yulduzlar, quyruqliq yulduzlar va qora o'nkurlarni o'z ichiga oladi. Bo'shliq asosligi olam jismlar o'ttirski orliqni o'lchashga ishlatiladi. Masalan, bilan oy bilan yer sharining orliqi qanchalik? Bo'shliqda bu bo'shliqlarni kun bilan quyoshdan o'ttirki orliq qanchalik? Buni ishlatish uchun shuni biz bo'shliq deb oldik. Olamdagi jismlarning hajmi bo'shliqqa selishtirganda intayin kichik bo'ldi. Masalan, olamda hozir 2 trilliondan ortiq yulduzni hisobladik, to'g'rimi? Ba'day. Shu yulduzlarni mushta hammaga bir aqatingiz. Aşı shunda yo'g'on bo'lsa, u olamga nisbatan olamning 0.1% egallaydi. Shuning uchun olamning jismiga, hajmiga olamdagi jismlarning hajmi bo'shliqqa selishtirganda intayin kichik bo'lg'achqa olamni g'ayqaqda bo'shliqmi deb ishlatiladi. G'ayt almashtirib ishlatiladi. Chunki 99.9% ma bizda yashayotgan butun jismlar arang 0.1%. Masalan, ma rasmni qarasanglar, ma rasmdagi shu rasmning har bir chambarning ichi bo'shliq. Ma eng yo'g'ini biz hozirgacha kuzat buni bu tez void deydi. Bu hozirgacha insonlar kuzatgan intayin cho'ng bo'shliq. Buni qancha 800 milliard nur yilimi yo'g'onmi shundoq yo'g'on bu. Bu bo'shliqda intayin cho'ng bo'shliq. Hozirgacha olamlar mushlar har birisi cho'ng bo'shliqlar chiq. Ikki yulduzning oldida bo'shliq, malay yo'g'on bo'shliqlar. Hech nima yo'q. Masalan, kun bilan quyoshning orlig'i bo'lgansa, uni nihoyatda kichik deb hisoblaymiz biz buni. Yer sharlar bu orliqni yo'q hisob hisoblaymiz. Ma bo'shliqlar shunda bo'lg'achqa, mushu hozirgi olamda insonlar bayqagan eng cho'ng bo'shliq. Bu bir rasm. Üçüncü biz sözlemoqchi bo'lgan osmon. Doim osmon deymiz. Osmon degan nima? Osmon yer yuzidan ko'rgini bo'ladigan bo'shliqni ko'rsatadi. Mushtaqar osmon qarasa ko'zkün bu. Moyatda biz yuqoriga qaraganda ko'rgan atmosfera qatlami. Bulutsiz kechida Venus, Saturn, Jupiter, Manasni asosan ko'rgini bo'ldi. Bular osmon tavalligiga kirdi. Mush kechir ko'rgan yulduz bularni osmon tavalligiga kirdi. Osmon olamning kichik bir qismi. Sal qarashqa bo'ladi. Biz uchun shunda yo'g'on biz mushning şey yashaymiz, lekin koinotga nisbatan uni sal qarashqa bo'ladi. Ayliqi 0dan keyinda 0.00dan keyinda 20.0dan keyin 1 deb qo'ysangiz bo'ldi, shuncha kichik narsa. Undan keyin doim ishlatamiz biz. Jannat va osmon. Mana ikkini farqlantiraylik. Jannat diniy yoki ma'naviy hukm. Osmon bo'lsa bir fiziklik hodisa. Biz ko'rimiz yashaydigan.
cennet ba'zi dinlarda o'lgandan keyingi manzil. İslam dinida shugo biz o'lgandan keyingi manzil deb qaraladi. Osmonni hozirlab kuzatishga, his qilishga va tajriba qilishga bo'ladi. Osmon bilan jannatning farqi bir. Uning bilan bugun hammamiz tuvanda shular ishlatadimi? Xudo va olam. Boshqaning farqi. Xudo yaratquchi, olam yaratilgan. Xudo vaqt boshlanishdan burunla mavjud edi. Xudo vaqtsiz, bo'shliqsiz, cheksiz va shaklsiz. Ammo olamning mavjud bo'lganiga faqat 13 milliard 800 million yil bo'ldi. Uni qanday hisoblaydi? Men yuqorida so'zlab o'tgandim, olamninki. Olam cheklik, u bo'shliq, vaqt, modda va energiyadan tarkib topgan. Demak, Xudo biz bayqiya olmaydigan barliq ishlarning, shundaqla biz bayqiya olmaydigan barliq ishlarning oxirgi sababi ekanligini derak berdi. Qisqartib aytsak, Xudo bilan Allohning munosabati yaratquchi bilan yaratilgan narsaning munosabati. Bu biz dinzotlarning ko'z qarashi. Ma dinsizlar uni ishonmaydi. Dastlabda bir nimadan portildi, nadan paydo bo'lgan biridan portlablar, uni portlashdan burun qanday bo'ldi desangiz javob bermaydi. Uni u yoqqa qaramaymiz deydi. Shundayda dinsizlar bunga ishonmaydi. Ma bizning din nuqtadan qaraganki ko'z qarashimiz, yer shar va dunyo. Biz yer shar dunyoni doim ishlatamiz, men yoqal to'g'rimi? Men yer shar obyektiv modda. Ma putimiz asli dastlab turyapmiz. Hozir men uyimiz chiqib shuni ustida. Dünya bir her adamның subjektiv ini. Sizning dunyoringizda mening dunyorim o'xshamaydi. Dünya o'xshamaydi. Yer shar 3 o'lchamlik, takkini bo'ladi, sezgini bo'ladi. Dünya ko'p o'lchamli. To'g'rimi? Bizni har birimiz ming yoqqa ketamiz. Abstrakt va cho'nqur. Bilmaymiz dunyoni. Dunyo degan dunyo bizning qalbimizda mavjud. Qalbimiz, her adamның qalbida bir dünya var. Sizning dunyoringizda cho'qim, mening dunyorimda jiq farqlandi. Xitoyning dunyosida Uyg'urning dunyosi farqlandi shunga. Endi eng muhimi bugun so'zlaydiganimiz bugun yer sharning atmosferasi. Ikkimiz eng beshta so'zlab o'tdik bu rasm 3-ga akab qo'ying. Mana mishat to'sin. Ko'pincha kishilar osmonimizning naqadar hayron qolarliklarini his qilmaymiz, his qilolmaydi. Biz nafas ilayotgan havodan bo'shliqning chetigacha yer sharning atmosferasi tabiiy qurilishning nodar ta'siri ekanligini bayqanmay qolmas. Hozirgacha hech qanday qurilish bu atmosferada bo'lmadi. Men rasm qarab turib, amsi tuvanda, masalan, eng osti 5 qatlam. Bizning atmosferamiz 5 qatlam bor. Men eng ostidagini ko'rsanglar, aeroplan bor yinda uni troposfera qatlami, u troposfera qatlami. Biz havo qatlami, biz havo deb ataydigan temperatura, namlik, havo besimi, ho'l yig'in, shamol, bulut qatorliqlarini saqlaydi. Bizning bu bo'lmasa, bizning bu narsa saqlanmaydi, havo ishimi yo'q. Biz o'limiz. Bu birinchisi. Masalan, bu egizlik qancha desangiz, bu odatda 0 dan 18 kilometr oralikda bo'ladi. Biz odatda aeroplan uçsak, aeroplan. Masalan, egizligan sir bu havo nipizlab ketadi. Odatda aeroplan uçsak, aeroplan tez uçupla 10 ming kilometr, 10 ming metr egizlik chiqib ketadi-ku. Nima ish aeroplan 10 ming egizlikda uchadi desanglar, u yerda havo nihoyatda nipiz. Unda nipiz bo'lganki, aeroplanga bo'lgan to'salg'i nihoyat oz. Shuning uchun aeroplan u yerda nihoyat oz gaz kuydirdi. Gazdan ixtilot bo'ldi. Ixtilot bo'ldi. Shunga aeroplan Amerikadan nega basang avval uchibla, masalan, chiqsaqlar 10 ming metr jiroq chiqib ketgan yeri, shu oraliqda aeroplanni ko'rsatgan rasmning maqsadim shu oraliqda aeroplan uchadi. U yerda endi aeroplanning nefti degan nihoyat qimmat neft orqali pul ixtilot qildi.
Ma ikinci katlamni Çıkar gazlı deseydi. gaz dese, hatta uruş ayrıklarları ulan tüven uçuyordu ulan nait gaz intayin kattık kuydu uladı. İntayin kattık kuydu. Ma ahallık ayrıklarlar. Mesela bu hava, onun ki meğer bir düşendir ötkütey. Ma biz tuğa ma arlıkta hava ba. Ayrıklar nimiş uçuyordu deyseniz şu hava. Mesela ayrıklarının kanatına indi oturup bakkan mı? Ayrıplarının astı tüp oldu kanatına. Tüpü mandak buludu. Nimiş kanda buldu deseniz, ma hava urganda, ma astıdikisi tüvendi ma havanı parçalaydı. Ma yukurkisi mandak manıdı. Yukurdan mında əgilip manga arlık ma astıdiki arlıkta uzun boğan dikiyen, ma hava yetişip almen dep yukurdikisi na iştik manıdı. Hava. İştik manga hava, birnime iştik mangsa onun besimi az oldu. Xudiylik nefes muzga siz çaqqan desep ötketələysiz, lekin mandal deseniz poklu çıkıp ketidi. Şunun için ma töpüninki besimi ma tövendiki qaraganda az bolgandiki ma tövendiki kötürüş küçü ma yuqordakidan yuqor bolgandiki aeroplanni kötürüp çıkıp ketidi. Aeroplanın uçuş havası şu havanın muşunundan boladı aeroplan. İkincisi ekelana sal tuvarak rasm düşendisiniz ama mana Uygurca okuyuverdimde sıra tosfıra katmi bizni uzun bilen qoğdaydı. Uzun degen bir xil katlam eşeli. Uzun bulsa quyosh nuridagi canlıklarga ziyanlı kısmen oltıra binepşen nurni sümürüp oldu. Bizge canlıklarga eşeli ziyankeşlik bo'lgan nurlarni aşağı sümürüp oldu. Ma tüvenki katlam bu düşmeydi. Eğer o udulçup gelse hemimiz ölümüzde bu adette 11 kilometrede yukarılıktan yer şardan 11 kilometre yukarılık çıkıp 50 kilometre yer aralıkta bu bir katlam. Bu bizge ziyankeşlik, canlıklarga ziyankeşlik barlık nurlarını aşağı sümürüp ip kaldı. Onun üstürek mansa sel çürüne hani. Ani mestu mana onu sel çözsek mezufra anda yetti Uygurca mezufra dep okuydu. Hatmini yer şarga düşüvatkan meteoritlarni Uygurca yerlik tilde aka yurtuz dep koymuşku aka yurtuz şulardan kovdaydı. Onu küydürüp taşlıydı. Onu küydürüp taşlıydı asası onunki rolü. Ağaçkaylık mıda resim bağı aşağıda küydürüp atkan. Onda sel kiçikildiniz eylek. Muşin sel tatsınız. Akıp kızıltılığa düşüvatkan yıldızda muşaga kelgende asasken küydürüp nait aslan dikilir mayak yok sıman dikilir mayak ötküt. Biz bulmasa yer şuargı degen muş uçar yıldızlar degen uhda kip durdu. Muşu aşını küydürüp taşlıydı. Onun töpüstikini termosfera katlımi közünü kamaştırdıgan kutup nurni tanışaydı. Onu auroros deydi. O kutup nuru. Aşı onundaki ben ana iki nurni görsem kızıl mında her xil rang mayaqtı bir kökşirek bir rang var. Bu rang ya işte biz hemimiz kargo bolumuz. Küydürüp bizden közdürmesine yokluk kılıydı. Bu yer şardan 90 kilometreden 800 kilometr aralıkta buludu. Bu aşağıdan gelen quyoshning şu nurlarını hemmini bu tosap ip kalıdı. Bu mesela biz hemmimiz kargo bulunuz. En yukarıdakini termos en tüpüskini egzosfera dep akaydı. En yukarıdakini. Yani egzosfera bolsa 800 kilometr musafini besip ötkendan keyin keng alem boşluk bilan tadrijiy birlashib ketadi. Bizning atmosferamiz eshak bag'anda endi alem bilan birlashib ketadi. U yerda sunniy hamra va alem kemisi jimjit aylanib yurdi. U yer tortish kuchi yo'q, surilish yo'q, nahayat azman jimjit mushta aylanib uchib yurdi. Butun sunniy hamralar eshak uchdi. Atmosfera atmosferaning har bir qaviti yer sharining bexatarligi va tangpungliqni saqlashda intayin muhim rol o'ynaydi. Har kuni kecha osmonga qaraganda siz biladigan hamma narsani qo'g'daydigan olam qalqinini ko'rib atganingizni unutib qolmang.
o'tib qolma. Mana amsi buni bulduk. Men tayyorlikni o'tib bulduk. Oldin qidim Qur'on bilan mening 11ni so'zlagan, hozir bugun 12-sini so'zlaymiz. Qur'ondagi alomatlarni, mujizlarni. 12-si. 12-si rasm bormi? Rasm 4 og'i akab qo'ying, ashat tursin, ha. Rasm 12ga. 12-si nima mujizlasi? Osmon yer sharining ügizlisi. Uyning ügizi bor, to'g'rimi? Uyning ügizi bor. Osmon yer sharining ügizi. 20 asrdan buyon ilib borgan tadqiqotlar shuni isbotladi. Yer sharining cho'r degan atmosfera hayotning davomlashida intayin muhim rol o'ynaydi. Yuqorida so'zladik. O yer shariga yaqinlashgan nurg'un cho'ng kichik oqar yulduzni yo'qitib o'tadi. Shuning bilan bir vaqtda nurg'un oqar yulduzlarni yerga tushib ketishning va jonliqlarga ziyon yetkazishning oldini oladi. Uningdan boshqa atmosfera bo'shliqdan kelgan jonliqlarga ziyonli nurni suzib chiqarib o'tadi. Atmosfera faqat ziyonsiz va foydali radiatsiya, ko'rinarlik nur, ultra binafsha nur va radio to'lqinning o'tishiga ruxsat qiladi. Atmosferaga kiralaydigan qisman ultra binafsha nur bo'lsa o'simlik va barliq jonliqlarning hayotligi uchun intayin muhim. Intayin muhimda Quyosh tarqatgan kuchlik ultra binafsha nurning ko'pinchisi atmosferadagi uzun qatlami tarafidan suzilib yer yuziga yetolmaydi. Ultra binafsha nurning faqat cheklik va kam bo'lsa bo'lmaydigan, bizga kam bo'lsa bo'lmaydigan bir qismi yer shariga yetadi. Atmosferadan boshqa yer sharining magnit maydonidan keltirib chiqargan. Mana rasmni ko'rsanglar 10 tarafdagi magnit maydoni, to'g'rimi? Yer sharida avoyla qutb bor, shimoliy qutb, janubiy qutb deymiz-ku. Qutb bor, atraf yer sharida amaliyotda mushundaq magnit turib turdi. So'ng tarafga qarasanglar, o'ttira qip-qizil to'g'an balvoq bor. Balvoq bor. Yer sharga taqlid soldigan ziyonkashlik radiatsiyalarga qarshi turdi. Olamda mush yer shar qilayotgan barliq bizga ziyonkashlik ziyon soladigan taraf narsalarning hammani shu magnit qo'g'daydi bizni. Bo'lmasa har yerlardan kelgan radiatsiyalar bizni vayron qilib o'tadi. Va boshqa yulduzlar tarafidan to'xtamay tarqatilgan bu radiatsiya jonliqlarga nisbatan ajallik. Mushu yer sharining magnit maydonining paydo bo'lgan ikki qizil unda balvoqni. Shu bo'lmasa biz allaqachon butun mushlarning oldida o'lib bo'lamiz. O'lib bo'lamiz. Rasm 4. Endi bu to'g'riliq Qur'on nima deydi? Endi Qur'on kelayli. Rasm 4 biga kelib qo'ying. Bu 21-sura 32-oyat. Oyat. Bu to'g'riliq. Men mana burunmi dedim, arabchasini men to'g'ridan olaman, inglizchasini Qur'ondan olaman. Nurg'un vaqtga tunda olaman. Men Uyg'urchasini men mushu Qur'ondan olaman. Jumla mushningdan ko'chirib olgan. Birmi-bir qayta tekshirib mushningdan ko'chirib olgan. Bu to'g'riliq osmon bizning ügüzimiz deganni nima deydi? Mana Qur'onda manda yozilgan. 21-sura 32-oyat. Osmonni biz bexatar ügza qildik. Ügza deb olgan osmon. Halbuki ular yana mushriklar osmondagi kun, oy, yulduzlarga o'xshash Allohning borlig'ini va uning qudratini ko'rsatadigan alomatlardan g'aflat ketdir. Yana osmonni ügza deb olgan Qur'onda. Qur'onning bu 21-sura 32-oyat osmonni ügüz deb olgan. 7-asrda
Unda deyishning sababi 7 asrda arablar osmonni mustahkam jisim deb tushunadi ekan. Mushta jisim bir tushum, mushta tug'an qoploqlik tushum deb tushunadi ekan. Shunga Qur'onda o'giza deb olgan. Butun Qur'onda Allah ayni vaqtidagi kishilarning tushunchasiga mos keladigan so'z va iborilarni ishlatganligini bayqalaymiz. Qur'onning maqsadi ilm-fan o'gitish emas, bilib qo'yinglar. Balki kishilarning hukumi va folklorizm orqali ma'naviy va axloq prinsiplarini o'gitish. Anda sanda ba'zi bilimlar namoyon qiladi. Mana bu qilinganlikning biri. Alloh taoloning mo'jizasining biri. Garchi zamonaviy atalg'ularni ishlatmasmi. Hozir atmosfera deb oldik. Şu vaqtlarda atmosfera degan gap yo'q. Atmosfera degan gap yaqinda paydo bo'lgan 7-asrdagi bir savodsiz kishining atmosferani yer sharini qo'g'daydiganligini o'zligidan bilishi mumkin emas. Atmosfera degan inglizcha atmosphere degandan so'zdan kelgan. Atmosphere degan so'z 1630-yili tunji paydo bo'lgan. Bu so'z Greciya tilidagi so'z atmos, u tutun degan gap va sfariya, shar degan ikki so'zni birlashtirib qilgan. Bu so'zning paydo bo'lganiga 1600 hozir qanday qildi 400 yil bo'lmadi. 400 yil bo'lmadi. Shu vaqtida atmosfera mushu jahonni qo'g'daydi degan hukmlar vaqtda shu vaqtda paydo bo'lgan. Buni Qur'onda 1400 yil ilgari Qur'onda atmosfera bir o'g'izlab atmosferani ko'rsatgan. Bu bir Qur'onni ko'rsatgan mo'jiza. Uchinchi bugun so'zlaygan Qur'onning mo'jizasining 13-si. Cho'mila va har bir jonliq so'zlaydi. Har bir jonliq so'zlaydi. Cho'mila so'zlaydi. Cho'mila. Cho'milni bilmasa, yad kunda uylarimizni o'mlab yurdi. Amerika Harvard Universitetining professori, biologik, tabiiy panshunos, ekolog va entomologiya sohalarida tanilgan Edward Wilson. Bu odamning ismi Edward Wilson. Yaqin 2003-yili 4-oyda Harvard jurnalida cho'mila va yer shar degan maqolani e'lon qilib, yakka cho'mila genini tadqiq, genni bilmasa, odam gen deymiz-ku. Yakka cho'milning genini tadqiq qilib, shuni bayqagan. Cho'mila murakkab ximiyalik signal, tegish sezimi va tavrinish sistemi orqali aloqa qildi ekan. Signal. Bu aloqa ularning faoliyatini moslashtirdi ekan va mustamlikka, ular har bir yana mustamlik qilib oldi. Men o'zini chuvan qurg'onni, endi nimada biologiya asosida uni cho'mila mustamlik koloni deydi, cho'mila mustamliki deb ataydi. Ichidagi tartibni saqlaydi ekan. Bu untinsiz cho'mila o'zlarining aloqa qilish usuli bilan bir ig'izmi gap qilmay keng ko'lamda imperiya quralaydi, urush qiladi va yemaklik yetishtirdi. Ularning aloqa usuli fermon, uchur sezimli o'zaro ta'sir ko'rsatish va ovoz chiqarish, cho'mil chiqiraydi. Chiqarish qatorliqlardan bo'lib, bular ularning mavjudligini va muvaffaqiyati uchun intayin muhim. Masalan, bu to'g'riliq, mana bu maqolning buni cho'milning mushta o'zaro parang qilib bir-birsiga uchirisha oladiganini balan qilganiga 23 yil bo'ldi. Bu to'g'riliq Qur'on nima deydi? Rasm 5ga keling. Rasm 5ga. Mana bu 5ga. Bu emas-ku. Bu emas. Mana mavsi, Ma 20-sura 18-oyat. Yuqorisi arabcha, o'tirisi inglizcha, tuandisi uyg'urcha. Men qayta deb qo'y, yana shu Qur'ondan ko'chadi. Men bu tarjim qilgan emas. Ular
Şamdagi bir chumililar vodisiga yetib kelganda, ular degani Sulaymonning askarlari yetib kelganda bir chumililar aytdi: "Ey chumililar, uvilaringlarga kirib ketinglar. Sulaymon va uning qo'shini puqishmasdan sizlarni yengib yetidi." Mana buni chumillarning o'zaro parang qila oladiganligini chumillar aytdi deydi. Qarang qila oladiganligini insonlar bayqag'ina 25 yil bo'ldi. Lekin 1400 yil ilgari Qur'on Karimda nihoyatda aniq aytgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni o'zligidan bilishi mumkin emas. Payg'ambar ilmiy bir tadqiqotchi emas. O Qur'on ilm fanlari hozirgidek emas. Arab nom sonlarini tuzuk chiqmagan vaqtlari. Bu bir Qur'on chumulninki parang qildiganligini Qur'onda yozilgan. Buni hozirgi ilm fan farqigini 25 yil bo'ldi. Bu bir mo'jiza. 1400 yil bo'ldi. 13-chi ve 14-si bugün sözməkçi 14-ci mo'jiza rasm 6 og'a akilinga. Hamisha olsun. Qancha yuqori o'rligan siri oksigen azayıp nefes ilish tez bo'ladi. Atmosfera ilm-fan sohasida bir haqiqat bo'lib bekitilgan prinsip bo'lsa, qancha yuqori o'rilsangiz, havo shuncha nefis bo'lishi sababidan nafas qiladigan oksigen shuncha oz bo'ladi. Hozir ikkimiz uyda turyapmiz. Bizning uyimizning ichida yetarli oksigen bor. Bu ikkimizga yetarli oksigen bor, nafas ilyapmiz. Mushunchik muhitdan qanchalik egizilgan sari mushning ichidagi haya masalanga ikkimiz o'tirayotgan uyning ichida oksigen azaysa ikkimiz nafas ilishimiz intayin qiyin bo'ladi. Qancha yuqori o'rlasangiz, havo shuncha nefis bo'lishi sababidan nafas qiladigan oksigen shuncha oz bo'ladi. Chunki siz yuqoriga o'rilgan sari havoning siqilishchanligi tuvallaydi va nefislaydi. Demek o'xshash miqdordagi havoda oksigen molekulasi oz bo'ladi. Bu xil hodisa atmosfera besimning tuvanlishidan kelib chiqqan. Buning bilan sumirib kiradigan oksigen bizga bundan oz bo'lgandan keyin biz sumirib kirgan oksigenmi oz bo'ldi. Faqat bir qism oksigenni sumirib kirmiz. Ama bizning buning orqali oksigenni sumirib kirmasak, bizning o'pkimiz gazlarni tozlayolmaydi. Biz nafas qilganda ko'mir tutani chiqarib yetimiz, yengini qilamiz, nafaslanmaydi, tez bo'ladi. Natijada badan cho'qim oksigen miqdorini tuvallishiga mos kelish kerak. Evergreen Tibetga eng egiz taqqa chiqqanlarni ko'rsangiz, yuqoriga chiqqan sari har bir qadamda nafas ololmay ketadi. Chunki oksigen yetishmaydi. Bunda bo'lganda sizga agar bundaq yerga chiqqanda odam bo'lsa, odamda bosh og'riq, moslashmasa bosh og'riq, bosh qiyish, nafas siqilish, ko'krak chinqilish, uyqusizlik, ko'ngli og'rish, qusish ahvollar yuz berdi. O'rilgan sari. Siz ko'rgan burunliq hujjat filmlar botdi, İgiz Tibet'ken o İngilizce Evergreen deydi, Uygurca nim deydi ki onu. Xitaylar Himalayasın deydi, onu dünya red kılıyordu. Şu dağının tüpüge çıkkanda. Çumulamın çok kısaydı Uygurca. Çumula çok kısa. Şu çok kısa çıkan nefes ağalıqını qanchalik tez bo'lganligini bilsin. 1648-yili Pascal bilan Paris havo besimini o'lchaydigan tunji barometrni kashf qildi. Havo o'lchaydiganni 400 yil bo'lmadi. Bu atmosfera o'lchamning boshlanganligidan derak berdi. 1960-yili hozirgi esa 60 yil burun tunji havo rayi sun'iy hamroh Tiros birini qo'yib berildi. Men rasmini ko'rganlar shu. Mush 1060 bo'lgan tunji havo rayi sun'iy hamrohi mush tunji. Bu atmosfera andizasiga munosabatli sonliq ma'lumotni ta'minlash orqali atmosfera ilmiga tubdan o'zgarish akeldi. Demak, bu yangi bir soha. Bu atmosferalarga urilgan siri havolarning yo'qaydiganligini biz 8 metr ketganda oksigen qolmaydi.
yo'qoladiganligini shu vaqtida degan. Endi bu to'g'riliq Qur'on nima deydi? Qur'onni anglaylik. Rasm 6 biga kelinga. Ana, yuqori sijib qo'ydim, tugilab ko'rdinglar, bu sura 6 125-oyat. Ana 125. Bundan men oyat o'qiyapman, hamma Qur'on oyatini. Allah kimni hidoyat qilmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini islom uchun ochidi. Yana uning qalbini iymonga kengaytib beradi. Allah kimni oldurmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini shuncha toraytib yetidi. Iymon etish uningga ko'k osmonga chiqishdimi qiyin tuyuladi. Go'yo osmonga chiqishdimi qiyin tuyuladi. Iymon etmaganlarni Allah mushundaq azoblaydi. Mana bu yerga osmonga o'rligan siri nafas ilishning ko'ksining qisqaydiganligini bu yerda aytgan. Vaqtlarda xalqlar uyguldan yuqoriga chiqolmaydi, taqqa chiqishi mumkin. Vaqtlar xalqlar qachon 2000 metr, 3000 metr tog'larga chiqqan. To'g'rimi? Shoqlar urushlar bo'lib tog'larda otlagan, masalanga İstanbul'ni elish uchun butun ko'takarovlar tog'lardan otlab tushgan. Makka 2-Cumhuriyet davridimi? 2-Cumhuriyetning bir Medinaning tog'lari 1000 metr keladigan tog' yo'q-ku. Yo'q. Ya 2-Cumhuriyet davridimi? Bir yurish armiya o'sha G'uljidan Mustaqni otlab Oqsuv chiqibdi-kan. O Aleksandr Suvrovmi hujum qildi, bir Mustaqda o'tgan ishlar bor. Ikkinchi dunyo o'stirdimi Gitlerning bir askari Sovet ittifoqi mangan tog'dan o'tgan. Alaba bular bir necha metrlik cheklandi. Hozir eng çok Inglaterra yangidan chiqdi. Shu vaqtida haqlar yis qilgandi. O'tgan siri bu nafasning siqildiganligini shu vaqtdagi Qur'onda 1400 yil buni aytgan. Bu ne? Bu yerda igizlikka o'rliganda nafas qisildiganligini aytgan. Texi yaqin yeni bayqalgan ilmiy natijani 1400 yil ilgari oshkorlashi bir tasodifiy to'g'ri kelib qolganlik emas. Bu Allohdan kelsa bu haqlar hech kim buni bilmaydi. 15-mo'jiza. 15-mo'jiza rasm 7ga kelib qo'ying. Cho'nqur dengiz va qorong'u. Qo'lingizni ko'rolmaysiz. Dengizning yuzidan 1000 metrning uyoqini cho'nqur dengiz deb ataydi, dipsi. Hozir cho'nqur dengiz degan gapni anglab qolsanglar, 1000 metrdan tuvan, 1000 metrdan keyin okean butunlay qorong'u, besimi intayin cho'ng, temperaturi muzlatish darajada bo'ladi. Cho'nqur dengizning hajmi yer sharining taxminan 95% hayot makonini tashkil qiladi. Biz amaliyotda insonlar yayotgan yerlar azroq manda chiqib qolgan bir yerlarda yashayapmiz insonlar. Cho'nqur dengiz bo'lsa, to'lqin ustiga to'lqin, qorong'u ustiga qorong'u bilan qoplangan. To'lqinning ichiga kirsanglar, hozir haqimiz to'lqinning bir to'lqinni chiqsa, mush to'lqinning ustiga to'lqin ashindi. O shunchalik qorong'uki, o'zingizning qo'lini ko'ra olmaysiz. İnsanlarning cho'nqur dengizni tekshirishi 1930-yildan boshlangan. 100 yil bo'lmadi. William Beebe va Otis Barton degan ikkisi 1930-yili 6-oyning 11-kuni 417 metr cho'nqurlikqa borgan. 2019-yili 6 yil burun coğrafiyalik ekspeditsiychi Viktor Voskova 10.000 metr 928 metrgacha borgan, 11.000 metr borgan. Hozircha insonlarning borgan eng cho'nqiri. Mana bu to'g'riliq Qur'on nima deydi? Mana o'qinglar-ki, Mana Qur'on bu qanchinchi o'qatdi? 24-sura 40-oyat. Yoki ularning yaxshi deb gumon qilgan amallari cho'nqur dengizdagi qorong'ulikqa o'xshaydi. Uni yana dengizni qatmo-qat to'lqinlar,
ve dolqunlarning ustidagi qora bulutlar qaplab turadi. Mana bu qatma-qat qorong'uliqlardir. Bu qorong'ulikqa giptar bo'lg'uchi qo'lini uzatsa barmoqlarini ko'rolmaydi. Allah nur ata qilmasa, kim bo'lmasin nurni ko'rolmaydi. Yana Allah hidoyat qilmagan odam hargiz hidoyat topolmaydi. Mana oyada mana degannichi bu oni tashlab qo'yibdim. Skopkaning ichiga diqqat qiling. Mana degan, mana bu deganda bu oni tashlab qo'yibdim. Mana hozirgi cho'nqur dengizda bo'lgan eng yaxshi tasvirlar bu oyatchilik uchiq emas. Ostida 1000 metr o'tgandagi qorong'u to'lqinning ustiga to'lqin haqlar tushganlar qarasa oshunda qorong'uning ustida qorong'u bulut. Mana bu bir mo'jiza 1400 ilgari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni bilishi mumkin emas. Mana bu Allohningki biz insonlarga ko'rsatayotgan bir mo'jiza. 16. Rasm 8ga qiling. Mishat olsun. 1960 yılı Fransiyalik okyanshunos Jacques Cousteau Atlantik okyan bilan O'rta dengiz o'rtasidagi Gibraltar bo'g'izida suvga sho'ng'anda ikki tutashgan joyda xuddi to'saq bordek bir-biriga aralashmay turgan hodisani kuzatgan. Keyincha okyanshunoslar bir necha yerda ikki dengiz tutashgan, lekin bir-biriga aralashmagan alayda ahvolni kuzatgan. Masalan, Atlantik okyan va Tinch okyan aniq ayirish liniyasi uning xor tumshuq deymiz, xor tumshuq. Daniyaning Skagenga joylashgan Shimoliy dengiz bilan Baltik dengiz uchrashgan yer. Bu ikkisi suv tutashgan siziqning bir tarafidagi suv qiyniq ko'k va suzuk, yana bir tarafga yeshil va loy ko'rindi. Bular eshak dengiz Tinch okyanida eshak mushtaq keladi, bir-biriga aralashmay mushtaq tambadak mushtaq bir-biriga mushtaq turib tutashmaydi. Okyanshunoslarning hozir ilm-fanning aytishicha bu aralashmaslik suvning quyuqligi va tuzliq darajasi farqi sababidan bo'ldi deydi. Bu ikki suvning quyuqligi o'xshamaydi, tuzliq darajasi o'xshaydi. Shunga tuzliq darajasi farqlandi. Shunga shu sababdan bular aralashmaydi deydi. Hozir mana bu rasm qarsanglar okyan ashada ko'rdingmi? O'ng tarafdagi Atlantik okyan bilan Tinch okyan ana ikkisi ashad mushtaq keladi, aralashmaydi, shunda turadi. Rasmdagi mana ko'rsanglar bu rasm. Bu to'g'riliq Qur'on nima deydi? Rasm 9ga qiling. Ellik 5. sura 19dan 20-gacha oyat. Uyg'urcha kitobda. İngilizchada har bir oyat arvitida Uyg'urcha tarjim qilganda goy bir oyatlarni bir ikkisini birlashtirib o'tgan yer bor ekan. U ikki dengizni bir tatliq, biri achchiq oqquzdi. Ular uchrashidi. Ularning orasida to'sma bo'lib, bir-biriga qo'shilib ketmaydi. Texi buni insonlar ufqiniga 1660 yil 60 yil bo'lmadi. Yani Qur'onda bu ikki dengizning bir-biriga uchrashidi, lekin bir-biriga aralashmaydiganligini shundoq aniq aytgan, bir-biriga qo'shilib ketmaydi. Vaqti payg'ambar nerede bu dengizlar baydan uyalarini ko'rdi, kiyish inson yo'q uyalarini ko'rdigan. Qur'onda mana Qur'onning mo'jizalarini ilm-fanda shu vaqtida hozirgi narsani Qur'onda bizga derak bergan. Bu hadise 1060 yıldan burun hiçbir kitapta mı yazılıp bakmagan. Bu 1400 yıl burunki Muhammed Aleyhisselam bunu kandak biliyordu. Bu bir Kur'an'ın mücadesi. 17. Toxtab durun bunun resim. Bunun resim kaçı mı? Resim 10'ga ekleyin. Resim 10'ga. Resim 10'ga ekip koyuyorum. 17. Öylerinin içindeki en acisi bolsa ömüçükünün üyü. Öylerinin içindeki en acisi bolsa ömüçükünün üyü.
Olimlarning aytishicha, o'mchik to'rining kam deganda 100 million yil tarixi bor ekan. A vaqtida biz Riyodga borganda, o'sha qadimki necha yuz ming yil bo'lgan shaprangning uvisini ko'rdik. Bunlar o'sha borki, xalqlar o'shadagi tomlarda qolgan nimalardan qancha million yil bo'lganligini, necha ming million yil ashta bo'lganligini hisoblab chiqa oladi emasmi? Shuni ko'ringki, hozir xalqlar olimlar shu tadqiq qilgan izdanish orqali qarasa o'mchik to'rining kam deganda 100 million yil tarixi bor ekan. Agar bir insonlar bo'lmagan vaqtda ilm fan tadqiqotiga asoslanganda o'mchikning to'ri haqiqatan eng ojiz qurilmalarning biri bo'lib, shamol yoki yomg'ir sababidan osonla sunib uzilib ketadigan yipakdan to'qigan. Zamonaviy bayqashlarga asoslanganda kishi o'mchik asosliq to'r to'qimchi. Erkak o'mchik to'r to'qimaydi. To'rni faqat juplashish yoki panolashish uchunla ishlatadi. Ular ma dunyoda erlar uy solmas, u dunyoda o'mchiklar ayollar soldi uyini. Arab tilshunoslarining tushuntirishicha, men masjidga berib so'radim bu imona. Qur'on kishi o'mchikni uy solg'uchi deb alohida ko'rsatgan. Arabchada itoat degan fe'l ayollarga qo'llanadi, erlarga qo'llanmaydi. Arabcha tilda itoat degan gap borki, u ayollar qo'llanadigan, erlarga qo'llanmaydi. Bu to'g'riliq Qur'on nima deydi? Marasim qaranglar. Allahni mayadichu azroq Allahni degan Allahning deb qo'yma, aningga kayindagi in bilan gini ilvitinglar. Allahni qo'yib butlarni mabud qilib olganlarning misoli uy yasagan o'mchikning misoliga o'xshaydi. Yana o'mchikning uyi uni issiq sovuqdan qo'g'diyolmagandek, qo'g'diyolmagandek, ayada sal xato quvdi yolmagandek deb qo'ysa, xatolikni ayada meni ama urush kirgilishga xatolik deb qo'yay. Qo'g'diyolmagandek ularning cho'qinayotgan butlarimi ularga hech qanday foyda ziyon yetkazolmaydi. Uylarning eng ojizi o'mchikning uyidir. Agar ular bu haqiqatni bilsa edi, butlarga cho'qinmadi. O'mchikning eng ojiz uy deganni yaqinda e'lon qilgan narsa. Qur'on 1400 yil ilgari o'mchikning uyi haqiqatan ojiz. 1400 yil ilgari o'mchikning uyi haqida ajoyib tamsil bergan. Barliq uylarning ichida eng ojizi o'mchikning uyi. Degan bu so'z insonlar munosabatining ojizligi va e'tiqodsizlarga tayinishning ahamiyatsizligini misol sifatida ko'rsatdi. Mana bu o'mchikning uyining eng ojizligini Qur'onda 1500 yil burun ko'rsatgan. Bu nima? Olimlar ta haqiqatga muncha hozirga qadar butun o'mchikning qurutning cho'mildinki butun uylarning hayvonshunoslar tekshirib uylarning qilsa o'mchikning eng ojiz uy. Mana hozirgi Qur'onda shu vaqtda bu Qur'onning mo'jizasi. Yana bir mo'jiza, bu ajoyib mo'jiza. To'mir yer sharga boshqa g'oyat yo'q yulduzlardan kelgan. Rasm 11 ga akab qo'ying. Rasm 11 ga. To'mir yer sharga, mushu. Yer sharga boshqa g'oyat zo'r yulduzlardan kelgan. Yer shar o'zida asli to'mir yo'q. Zamonaviy ilm fan to'mirning asli yer sharda shakllanmaganligini, balki yuqori temperatura yulduzlarda shakllanganligini isbotlaydi. Bu to'mir yer shakllanmagan, boshqa yuqori temperatura yulduzlar shakllanganligini hozir isbotlab beradi. Keyin bu yulduzlar odatdan tashqari yangi yulduz sifatida portlab ketib, bu to'mirni olamga chechib etgan. Shu vaqtda yer shariga tushgan. To'mir bo'lmasa badandagi oksigen to'shish yuz bermaydi. Biz oksigen butun yerimiz oksigen kerak. U nereden qandoq to'shildi? Badnimiz mingimizdan, bunimizdan, ko'zimizdan hamma yerga. Shu badnimizga to'mir orqa oksigenlar yutkiladi bu yoqdan u yoqqa. Yuz bergan. Yer sharining magnit maydoni, yuqorida magnit maydonini so'zladik.
qandaq magnit maydon yer sharini qo'g'daydigan. Yer sharining magnit maydoni yer sharining radio yadrosidagi temir sababidan kelib chiqqan. Bu magnit maydoni hayotlikni radiatsiyadan qo'g'daydi. Yuqorida so'zlab chiqdik ana, atmosferani so'zlaganda. Bizning üstümüzdeki atmosferamı tömürünün xususiyetiga tayinidi. Tömürünün maddesi bulmasa bu atmosfera yok, biz yok, bu insan yok. Kur'an'da cemi 6236 ayet var. 5100. ayet tömür yazıldı. Tömür yazıldı. Ma'lum bo'lishcha yer sharidagi tömür yer yuzidan 5100 metr tuanga margallashgan. Ko'rdinglarmi? Mana bir sonni. Oyat jami 6236 ga ma tömür degan ma oyat boya, ma sura boya, oyat boya 5100 oyatda tömür yozildi ekan. Hozirgi tömürning markazi yer sharidagi 501 kilometr, 501 metr kilometr tuanlikka markazlashgan ekan. Ma bir son, ha? Mana ma rasm qarasanglar, yer shariga ma o yulduz urilgan, boshqa yerdan yer shariga ma yulduz urilib, ha? Mishat Uyg'urcha sal tarjimasida chataqpa men birdam deb bera. Yer shar urilganda bu yer sharning ichiga bu yiliqda supervina deydi, o yer shardan 100 ming hassa ig'irlik narsa yer shariga urilgan. Shu vaqtida yer sharining gradusi 24 hassa mundaq singib ketgan. Angashqa yer shar hozir mundaq emas, o yer shar mundaq piqiraydi ko'rgansizlar. Mushundaq piqirgan ekan 4 fasli paydo bo'lgan. Endi shu 4 fasliga maslashimiz deb, 4 fasli jon ko'chirimiz deb insonlar madaniyati paydo bo'lgan. Va yer shariga shu vaqtga yulduzning urilgan yeri. Bu to'g'riliq Qur'on Karimda mundaq yozilgan. Rasm 12 ga keling. Meyada, ikkiyada qarama tömürni yaratdik. Bu tercüme, ben bu yandaki asli Arapçası tömürni düşerdi. Ben muşini yaratıkken İngilizce tömürni düşerdik. Sen de dağın deyilken bu ikisinin qaysı toğra deb bunu ilip mecitke badım. Mecitde bizim şey ben sözde ki na çoğun alım badı. Doktorluk 7 yıl aşını okup doktorluk inovagan. Ulanı neçini söylesem yak ma İngilizce toğra yarattık emez düşerdik. Degine deydi. Ben Uygurçasını okuğanda Uygurçasında tömürni yarattık deydi. Tömürden uruş kuralları yasıldığanlığı üçün tömür güç kuvvetini öz içine algan. Tömürde insanlar üçün nurgun menfaatler var. Allah'ını görmey turup, kurallarını işiltip Allah'a ve peygamberlerine yardım bergenlerini biliş, ma'lum qilish üçün tömürni yarattı. Allah hakikaten güçlü ve galiptir. Arapça seliştiringlar. Türkiye'de dini alımlar ölüme deydiganlar köpken bu. Men tömürni yarattık emas, men Arapçasını neçisini sürüştürdüm. Men tömürni yarattık emas, tömürni düşürdük. Endi meyada yana texmi odamni g'arb dunyosini hayron qoldiryapti. Men bugun so'zlayotganim men bultuni 1 yil yoq tayyorlayotgan narsachi bunlar. Men bunda chiqib so'zlamayapman. Bu ayet tömür yer shar o'zida asli mavjud emas, balki sirtdan kelganligini aytgan. Uyg'urcha Qur'onda tarjimasida tömürni yaratdik deb yozilibdi. Menimcha inglizcha ham yerda o'qigan to'g'ri, tömürni tushardik deb tarjima qilgan to'g'ri. G'arb falasuflari bu oyatda yana bir mo'jizaga hayron qoldi. Buni g'arb arablari, falasuflar. Qur'on nozil bo'lgan vaqtida hech kim bu ilmiy faktlarni bilmabdi. Siz o'rta maktabda to'liq o'qiganda iliq bir ximiya elementlar jadvali deganni ko'rdi, ximiyani o'qish. Esangiz bunda akila olamsiz? Aşın to'g'ri. Hadid degan tömür, Suraning
Qur'ondagi o'rni va uning harflarining son qimmati to'mirning atom xususiyati bilan mos keladigan jadvalni agar oldinglarga ochib chiqsanglar shunda mos kelgan. Men tuan qandoq mos keldi so'zlab berman. To'mir degan so'z 25 oyatda tilga ilingan ekan. Ya şu. Bu ayette 28 Arapça söz var ekan. Tömür bolsa 13. söz. 13'ga 2'ni ko'paytirsangiz 26. 26 bolsa tömürning elementlar davri jadvalidagi atomning nomeri. 13'ni 26 bölüp atsangiz 1,2. 1,2 bolsa tömür bir butada tömür 57'ning yadro aylanmasının numeri. Yadro aylanmasının numeri. Şundaqla 57 degan sura haditning tartibi. Ma tömür ba haya 57. 57 ma tömürning numeri, tömürning bir numeri, iki numeri var tömürning. 57 degan sura haditning tartibi. Bu ayette 13. sözden yana bu 20 qaga yana 15 söz var. Bu 13'ga 2'ni qo'ysak 26 oldu. 15'ga 2'ni qo'ysak 30 oldu. Bu 26'ga 30'ni qo'ysangiz 56. Tömür yan bir tömür 56 bo'lsa eng mo'l tömür izotop yer shariki. 26 bo'lsa tömür 56'ning proton soni. 30 bo'lsa tömür 56'ning neutron soni. Qur'onning tömürning samaviy kelib chiqish va atom ilmidagi raqamlik birdakligini tasvirlanishi tasodifiy emas. 7-asrdagi bir savodsiz odam bu faktlarni qandoq biladi? Bu mas savolni men qo'ygan savol emas, g'arb falasafalari qo'ygan savol. Men bu to'g'ri izlanib ular nayta mushunda tadqiq chiqyotdi bular. Ko'rdinglarmi? Mushunda shunga mavu Muşu atom jadvalini o jadval qachon paydo bo'lgan desangiz 1689 yili bir rus olimi qilgan-ku deyman. 1942 yil bo'lmadi. To'g'rimi? Jadval chiqdi. Shu jadvalda chiqib o odam Nobel mukofoti oldi-ku deyman shu jadvalga. 42 yil chiqib 1400 yil qarang, ma Qur'onda bu o'ninki butun atom soni, roni, aylanma soni hamma nimasini protein Newton hammasini shunda aniq deb bergan buningda. Buningda. Qur'onning mo'jizalari. 20 hara bilan son 16 ning munosabati. To'xtang. Rasm 13 ga kelib qo'ying. Men bu keyingi resimlar buqlab chiqmoqdi. Resimsiz qoldik. Rasmsiz qoldikmi? Bo'pti. Endi menda qoldi. Ha? Eng oxirgi rasm kana shu. Shu eng oxirgi rasmi. Bo'pti, men so'zlab kiraman. Imkoniyat bor, Allohga tafsillar so'zlar. Hujayra irisiya ilmi degan bir ilm bor. Buni bu shu odamlarning ilaqa salma hujayra gen mushlarni tadqiq qildi bu ilm. Bu ilm. Bak o abay 26 57 degan sonlarning tömür bilan bo'lgan munosabatini ko'rsatamiz. Ma 16 degan sonning har bilan bo'lgan munosabatini so'zlaymiz. Yaqin zamonda tadqiq qilib zo'r natijaga qozongan hozirgi eng qiziqarli quantum fizika. Hozir dunyoni o'sha bütün shuni qarab ketib tadqiq qilishni qiziq nuqtaga aylangan bir tema bo'lsa xromosoma ilaqi nim deymiz xromosom endi uyg'urchada ashta deb tarjima qilibdi, inglizchada men uyg'urcha lug'at kirsam bevosita tarjima qilgan. Xitoycha ranskoti deydi, uyg'urchami xromosoma deb qilibdi. Bu nima desangiz, masalan siz mashina aytsangiz, mashina bir ko'rsatkichi bor. O'ngga burilsa, so'ngga tepsa, ro'lga tepsa deb ashuni taraq qildi. Bir nimani o'stirmoqchi bo'lsangiz, uni manchilik temperaturi bo'ldi, suv qo'ysangiz, masalan tuxumni chujuni chiqarishchi bo'lsangiz, chujuni bir uyga akib, uningga chujuning tuxumdan teshib chiqishga o'zi bir yurish ko'rsatkichlar bor. Shu ko'rsatkich bo'yicha mangsangiz u o'sadi. To'g'rimi? Bu xromosoma bo'lsa asosligi. U bo'lsa xromosoma degan bizning odamning tenimizning
qandaq o'sadigan taraqqiyot qildiganligining ko'rsatkichi. Aş arqılıq tinimiz tərəqqi qıldı, çoğ buludu, kiçik buldu. Onun da cəmi 23 cüp buludu bu. Müştaq nimidin. 20 cüpnin 20 dadısın kildi, 20 atısın kildi. Məsələn, aşının cüpləri, qayları maslaşmay qalsa, birə cüp kan bulup qalsa, adam deyilik. Palaşal, gəp qılanmaydığı hər xil meyib əhval şunundan peyda buludu. Xoromosa degan buni asosli DNA'ni bilamiz. To'g'rimi? To'li deb ketdik. Odamning jini butun narsa DNA. Uni aksilni bilamiz. Az miqdordagi ANAdan tarkib, uchidan tarkib topgan narsani xoromosoma deb ataydi. DNA bo'lsa organizmda bor bo'lgan asosli gen material. Biz gendan topgan, gen material. O biyologiyalik uçur yetkizdi. Bedenimizdeki bütün uçurlar biyologiyada biz bir taqtivatkan, çoğuluvatkan, kiçikvatkan, ağırvatkan, sakıyvatkan hemme narsa şu arqılıq yetkizildi, şu arqılıq uçur şu arqılıq berildi. Doktor mu bizle tanışıgan vaqtimizda nima ameliyatda şu uçur arqılıq tanışıydı. Genning ifodalashi aqsilning birikişi ve hücre bölünüşüge mühim rol oynaydı. Gen qandaq ifodalanadi shunga naim. U hayotlik ilmi va meditsinadagi hujayra gen va inson genetisidagi tadqiq qilishda ochiqlik rol o'ynaydi. AN degan bo'lsa, genning ifodalanishini tangshash rolini o'ynaydi. O sizning geningiz bilan mening genimning ifodalashi o'xshamaydi. Shunga ikkimiz o'xshamaymiz. İnsanlar odatda 23 jup xoromosoma bor. İnsanlarda. Cəmi 23 cüp. Cəmi unda baxanıqə 46 xoromosoma var. Bu 23 cüpnin axırqısı. Müşta tızıldı bunda rəsm var. Mən görəmədik ay rəsm yox ki. Bunda rəsmi var. O rəsmnin 23 axırqısı bizning cinsimizni, ayolligimizni bekitirdi. 23'nin müştabıqı. Basa ahırkısı birisi apağımızdan geldi, birisi dadımızdan geldi. Ahırkısı bizden ayolligimizni bekitdi. Eğer aşının içinde baba yürüp ötken biraz kam bolsa, zaxmlangan bolsa, biz tutmaz, qolmaz, paran qılamaz, meyip çoğ buludu. Erkek hasal herinin 16, kişi hasal herinin 32 xromosu var. Çıkısına okşamaydı. Gördünüz mü? Kişi herinin birden köp qo'sig'i var. Ma tishlarning qo'sig'i bor, bizda birdan bor, tishlarning erkaklarning birli qo'sig'i bor. Tishning harining bizdan birdan ko'p qo'sig'i bor, birda yeydi, birda saqlaydi ekan, birdan ko'p qo'sig'i bor. Bular bo'lsa yaqinda bayqalgan haqiqatlar. Mana rasm 13 ma'nida mana bu to'g'ri Qur'on nima deydi? Mana Parvardigoring hasal harsiga hasal meyada bir gap bular yo'q to'g'ri tarjima qilmabdi. Parvardigoring hasal harsiga ilhom bilan bildirdi. Tog'larga, daraxtlarga va kishilarning hasal harlari uchun yozgan uylarga uva tuzgin. Ondan keyin turli mevlar, yana gul chechaklardan yegin. Parvardigoringning yo'llariga itoatmanlik bilan kirgin. Yo'llarga. Uning yana hasal harining qornidan. Mana mayada bir farqi bor ekan. Qornilaridan ke arabchilikka jumonglar. Mayada ko'p soni mayada qorni debdi, men buni alohida tekshirdim. Qornilaridan. Ama ko'p soni qornidan emas. İnsanlarga shifo bo'ladigan xilma-xil ranglik ichimlik yana hasal chiqadi. Buning da Allah'ın kudretinin çoğunqurluğunu fikir kılıdığan kavim için ibaret. Manda 57 yuqur sözüge hara tümür deb atalgan 57 olsa tümürünün atom igiliki. Ma 16 sure Nahil hasal harisi deb atalgan. 16 bolsa erkek herinin xoromosunun sani. 16 sure hara doğru mu? Ama az kösanlar doktorlar. Ma 16. sure 16 sure 68 69. ayette. Mana 16. sureni
Hara deb olgan, hara surasi deb olgan. 16 bo'lsa erkak harining xuromisining soni, xuromosomining soni. Kishi harining xuromisining soni 32. Allah kishi hasal harilarga uva silishqa buyurdi. Ular soldi va kishi harining birdan ko'p qo'sig'ining borlig'ini tasvirladi. Harining birdan ko'p qo'sig'i bor. Kişilerinin buna bunu yaqında jumla ilmi fan taraqqiyot noyiqma asboblar ko'paygandan buni tehi tanim qildi. Erkak hara emas, balki kishi hara uy soldiganligini aytdi. Mana bunda deyishi Arabda ilaqa so'z butuniha butuniha dema butunihaning ma'nosi onun qo'saqlari deganki, o jiq qo'saq bor ekanda, Uyg'urchada qo'sig'i deb qorni deb tarjima olibdi, yakkini ko'rsatdi, amaliyotda yakka emasga, o butun bir nech qo'saqni ko'rsatdi. Hozirgi tadqiqot bilan noydi boshim shunda aniq keldiki, ana ma'u yan bir deyma, mana shu diniy o'lmalar ashadki arab tilini tadqiq qilib bekinglar. Men meshadagi arablardan so'radim, shu so'zning qandoq grammatika dasligi savasini. Şunun bilan men bugungi so'zlaydiganim buni 3 leksiyaga bo'ldim. Qolganini Xudoyim bilsa yana bir qatam so'zlab tugatamiz. Bugun qadar mana shu so'zladik bularni. Men buni menda so'zlab mushini yozayotganimga üzülüp kelib o'qib payqanga 1 yil bo'ldi. 10 oy bo'ldi. Bo'ldi har birisini akab mushi nimada, mushini o'qib, mushi soat Qur'on rasmushdami? Onda şu to'g'riliq materiallarni o'qib, buni ilmiy fanda nima deydi? Gaylarni bir ashini aniqlash uchun birisining mushat so'zlagan birini so'zlashini najizbat birini o'qiysiz. O'qib, u iliq g'aybat narsalarni men tushunmay ketaman. Bu nima degan gap? Uni qayta o'qib, tushunib, endi meyat bir ommaboplaştirib so'zlashga. G'ay bir iliqdek tushunmagan Qur'onning yarim bo'lsa, bizning Uyg'urcha Qur'on bilan inglizcha Qur'onda o'xshamagan yer bo'lsa, ko'tarapli masjidga opiraman. Manim deydi alimlar tushundirib berdi. To'g'rimi? Biz shu olimlardan so'rash kerak. Ular mushuni hadisni rasmiy Qur'onni tadqiq qilib, Qur'onning har bir harflarigacha tadqiq qilganlar. Bu umri shu. Shu Qur'onni tadqiq qilish, shularni qilib keldim. Shunga xulos so'zlamadim. Xulos so'zida Xudoyimiz budoq so'zlaganda bu jiq 50dak necha men budoq bir so'zsam tuyitay deyapman budoqida. Men mushu ilm Qur'ondagi ilm fanlar to'g'risidagi g'ay bir mo'jizalarni bayqash va ilm fanning qancha taraqqiy qilgan sari bu Qur'onning ma'nosi cho'nqirishyotidi. Shu orqali g'arb dunyosidami bu yuqorqidek narsalarni Qur'on masalan atomning nimalarini 1400-1500 yilga yaqin vaqtda qandoq bir savodsiz odam uni biladi. Bu hozir Qur'on jadvalida bor. Shu hatto 1,5 degan yerlardan tatib atomning aylanmalari oshlardan tatib qandoq bu mumkin emas bilimlarga g'arb dunyosida nurg'un olimlar bor. Qur'onni o'qib musulmon bo'lib ketganlar bor. Musulmon. Shunga men bugungi so'zim mishada oyoqlashdi. Bu da bir so'zdak tugaydi. Boshqa nima bo'lmasa men tugatdim gapimni. İlim adamlarınki Qur'onni o'qib musulmon bo'lganligi reallikdan ko'p isbotlanadi. Ve aşularınki adamni o'yga solgan so'zlardan birisi, agar men Qur'onni o'qishda ilgari musulmon bilan tanishgan bo'lsam, musulmon bo'lmasdan degizib aytgan ekan. Chunki Qur'on haqiqat o. Shak yo'q. Ajna deb e'tiqod qilamiz va Qur'onning siz bayatdan o'tirib qo'ygan 1400-1500 yil ilgari bergan besharatlarning bugungi taraqqiyotda isbotlanib o'tirib chiqayotganligini adam tasvirlab nima deymiz? Izohlab berolmaydi. Berolmaysiz. Ammo bayatning so'zlaringizda bir qancha qatam takrorladingiz. Butun insoniyat tarixida faqat bir sekund vaqt bering. Tamam. Hürmetli görmen dostlar, ko'rayotganinglar ilmiy bayqashlar va Qur'on Karimdagi bishoratlarning bog'lanishi orqali ilib borayotgan izlanishimizning ikkinchi sonini ko'ryapsizlar.
Xo'sh, bayatınqı so'zlaringizda bir qancha takrorlangan mazmun nima desa, insoniyat tarixida bundaq bir nima o'ttirg'i chiqmagan. Masalan, asalarilarning uvisi, tog'larning zimin qo'ziqi qiqilishi deganga o'xshash hokazo deb o'tdingizda. He. Agar insoniyat tarixi Adem alayhissalomdan boshlangan bo'lsa va islom Muhammad alayhissalomdan boshlangan bo'lsa, so'zingiz to'g'ri. Lekin reallikda Adem alayhissalomdan burunmi insonlarning yashaganligini, ba'zan tadqiqotchilarningki iddiolariga ko'ra, Ademning shu chog'da tanlanganligini, tanlab yoritilganligini. Chunki malaikalar shu chog'da qon to'kadigan, gunoh qiladigan, "Ashta inson yaratamsan" degan bishoratlardan ilgiriki inson deyiladigan, odam deyiladigan, ya'ni inson deyiladigan maxluqning xususiyatlarini ifodalab turadigan kechmishga, tajribaga ega bo'lganlikdan o'ttirib qo'ygan degan qarashlar bor ekanda. Bu hozirgi so'zimizningki teshidagi bir tema, lekin faqatla bog'lanishga nada desa, bir narsaning boshlanishi biz faqat ko'rgan yerdan boshlangan emas-ku, yoki biz bilgan yerdan boshlangan emas. Misol, islomning boshlanishi Qur'on bilan boshlangan emas. Chunki Qur'on Karim Muhammad alayhissalom keldi. Islom zaten shu Adem alayhissalomdan boshlandi deyilsa agar, o'xshash. Qur'ondagi bishoratlarda Allohning so'zida hech qanday o'zgarishni ko'rmaysa deb bor-da. Allohningki oyatlarida. Agar xatolashmagan bo'lsam, afv qilgin Alloh, tuzitib bersangiz bo'ldi do'stlar. Hech qanday xatolikni va o'zgarishni ko'rmaysizlar degan yerlar bor-da. Mushu o'zgarishni ko'rmaganligimiz nimani bildirdi desa, bu Muhammadga berilgan kitobdagi bishoratlar, Qur'ondagi bishoratlar, vahiylar ilgirkilarga berilgan. Ularga bildirilganligi ma'lum chiqadi-da bu yerdan. Va u boshdan oyoq bir narsani ham ta'kidlayotganligini, yoki markaziy nuqtasida faqat la ilaha illallohni ta'kidlaydi-da. Qur'ondagi nima shu markaziy deyapmi? Uningdan boshqa mo'jizlardan masalan, insoniyat, bugungi insonlar jamiyatidan ilgari yashagan yana bir qancha davrlarda yashaganlar bo'lgan-kanda, taraqqiyotning uchiga chiqirib qo'ygan. Bugungi taraqqiyot da'vatqonlar ilgari o'tirib chiqib qo'ygan, faqat takrorlanayotganligini isbot nima qilgan, ilgari suradigan iddialar bor ekan. Masalan, Sumerlar, yana nima? Mo'g'ullarda yashagan bizim burungi ajdodlarimiz deyilganlar, bularning o'z davrida mushu yer sharining jumlaqmi yoki yapaloqmi, cho'gilamdi, to'xtamdi degan butun savollarga javob berib bo'lganligining xotiralari borligini ilgari surganlar hozir. Boshqa tadqiq qilayotganlar ekan. Unda uchurlarni ko'ryapman. Shunga qarab, agar shu 1500 yil ilgari dunyodan aloqasi kesilgan to'gi bilan aram atrofidagi 500-400 kilometr yerlarga aram berib keladigan tijorat, ovchilik va kichik shakldagi dehqonchilik bilan jon boqadigan shu badaviy, ya'ni bugungi dunyoning tilida aytsak, yavoyi qaloq turmushda yashaydigan shu arablarga nisbatan 1500 yil ilgari o'tirg'i chiqqan shu uçurlar, ularga nisbeten aşı alem şumullarında. Hiç tartışsız. Lekin bütün insaniyet karta şundak mı dese, insaniyet zaten degandek bizden ilgiriki, xuddi bizde 8 milyar nüfus bir dünyada yaşayapmizda hazır. Bizden ilgirikilarmi yaşaganken bu dünyada. Endi canlıq deb ilim. Mesela bizden burun, insanlardan burun bu yaşar canlıq bo'lgan. Canlıq deymizde, hem de hazırki ular mesela o vakti mesela Hecdahar deysenin o canlıqlar bo'lgan bizden burun. Bu tadqiqotdan canlıq deymiz insanlar. Hani bizga o'xshash hazırki insonlarning vaqti bir sizga so'zlab o'tib ketdim. Hazırki tadqiqotga asosga o'xshab bizga o'xshash mandaq bir
odam xarakterlik manda bir jonliqning paydo bo'lganiga hozir tadqiqot qilishi 200 ming yilmi shundoq deydi. Mesela 200 bin yıl diyen gitme 200 bin yıl. Yani Peygamber Aleyhisselam'dan tahminen yani 500 yıl vurma. Ya O mutlaka biraz payg'ambardan tutmaydı. 200 ming yil desangiz bo'ldi, shu payg'ambar faqat 1500 bo'ldi, He 200 mana. bo'ldi, 1500 198 yil. Odam alayhissalom qachon bo'ldi? Nuh Uqmaymiz. Aleyhisselam mesela Nuh Aleyhisselam 1000 yıl davet kılıp 950 yıl davet kılıp nait aslandık adamlarını iman etkanlıkını devlet ne kılıdı ilgiri sürdü. Kur'an'ın kim işaretler karşı yapma. Bıraktı Nuh Aleyhisselam özün bizdeki okşayış normal gibi insan emez. Bir adam siman başka baklık mı de? Onda diyemeyiz. Uqmaymiz uni. He. Biz o'xshash uqmaymiz biz. He. Masalan, Nur alayhissalom burungi kitoblar, masalan, Injil bo'lsin, Tavra bo'lsin, burungi kitoblarni Zabun, bular bo'lsa, bular degan ma'lum guruhga tushgan deydi islom olimi. Qur'on butun insonlarga tushgan. Anda bular islom olimlaridan so'rasam, uning burungi, masalan, qandoq biz Odam alayhissalom tushib, Havo onamiz tushunib, endi bu narrativ deydi, bu to'g'riliq yozgan kitoblar nihoyat jiqman qiziqar o'qiyman. Odam alayhissalom Havo onamiz tushib, shu hozirgi ular Arafat tig'ida uchrashibdi. Yani şu kitaplar Araplarki nerede bulanın asasını uqmaymiz. Biz uqmayman, ben uqmayman. Bu adı şular geldi çüretkenken adı Arafat tig'ida uchrashibdi. Şu narrativ bulanın deyişi. Alan bulanın nima dini asası var, ben uqmayman. Mesela bizden burun biz kadar insanların resmi bizge o'xshash mında minib qilgan inson munda qilganlarga 10 ming yil bo'ldi deydi kaylar. Ondan burun bizge o'xshash mushtaq jonliqlar paydo bo'lgan. Yani bu jonliqlar turlandi, qilandi, uqmaymiz. Bu Odam alayhissalom paydo bo'lganiga ashta bo'lsa 10 ming yil bo'ldimi, 5 ming yil bo'ldimi, buni shu bir islom tarixini tadqiq qilganlar javob bermasa, bununla biz birini dəlləməyimiz. Endi bizler bunda ise hazır insanlar, Adem Aleyhisselam bilen Hava anımızın evlatları. Hazır insanların ki bunu mesela Hristiyan mı şunu deydi, Yahudi dini mi şunu deydi, İslam dini mi hemimiz biz o Adem Aleyhisselam bilen endi bu mesela Yahudi mesela Grek dilde deyseniz Adem Aleyhisselam'ı Grek dilde Adem deydi. Hava anımına İva deydi. Adem degan qor degan gapga, İva degan Karshinvoy degan gapga. Şoňa aşkan nurg'ullar deydi, hozir bizning barliq insonlarning oti bo'lmas bo'lgan qartalliklardan kelgan deydi. Tadqiqotlar. Ana tildinda, so'zdan g'arbda to'g'ri yolg'onlikni uqmas, men faqat bu bo'layotgan munozir. Men eng beshta so'zlab ketdim. Bu din to'g'riliq kim paydo bo'lgan Qur'on bilan 3 xil ko'z qarashni maqollar jiq. Biri din bilan ilm fan butunlay ziddiyat deydi. Bir-biriga qarshi ilm fan dinni rad qildi deydi. Ikkinchi asos islom dinlari asos qilganlar bular bir-birini to'liqlaydi deydi. Uchinchisi bu bir-biridan munosabati o'xshamagan ikki soha bu. Hech qanday munosabat yo'q deydi. Bu 3 xil tadqiqot hozir boshqa so'zlab o'tgandim. Bu 3 xil tadqiqotning maqollar bor. Endi ularni biz uqmaymizda. Bu Adem Aleyhisselam kelganiga 5 ming yil bo'ldimi, 10 ming yil bo'ldimi, hozir qadar chiqqan nimalar 10 ming yil qadar mana bizga o'xshab ketadigan, mana yerdan chiqqan toshlardan qolgan ustixonlarni haqida 10 ming yil qadar opera oladi. Misrning madaniyatini 5 ming yil bo'ldi deydi haqlar. Xitoylar o'zinikini 3500 yil deydi. İnsanlar ilaqi topgan ilaqi kon yerlardan chiqqan arkeolog yerlar insonlar dastlabda Afrikaga tushgan, Afrikadan boshlangan deydi. U vaqtlar masalan dastlabda tushgan insonlar ham yashayotgan bo'lsa, bizga o'xshash bir insonlar uqmaymizda. Biz shu Havo alayhissalomningki bu yoqini hisoblaymizda, u yoqi bilan ko'rmizda. Xudo olamshunoslar yer shar portl diye cho'ng portlashdan olam paydo bo'ldi deydi. Uning u yoqini nima uqmaymiz deydi. O halbuki tarixning manbadagi qisqinchiligi bilan tadqiqotdagi g'arazchilik tufaylidan sog'lom bir nimaga chiqashmoqimiz, ulashmoqimiz tez. Tez. Uningga bek jiq ajr talab qildi, umr yetmaydi shu odamlar. Masalanga lekin bizning qila oladigan ishimiz faqat nima desa, bugunni qanday yaxshi yashash. Biz bundan qo'limizdan keldi-da.
Ha shu. Undan olsa, undaqda onun bilan hozirgi o'tirib qo'yayotgan narsadagi munosabat nima degish to'g'ri keldi. Ben sizning o'tirib qo'yayotgan bu ilmiy bayqashlar bilan Qur'oni Karimdagi bishoratlarning bog'lanishini izdenish qilgan bu programmada mening umid qilgan narsam nima desam, ko'zimizni yumilib, ahanga silib, qarsiga yodilmay, yoki ahanga silib, uni shu qalqonlardan keltirib chiqaraman deb uningga kuchimay, mazmuniga kuchanglar deganga bishorat olamdiki, umid deb umidim bu bo'ldi. Sizning bugungi o'tirib qo'yganingiz ilgari oldin qatimda deyildi. Qur'onning mo'jizaligida shak yo'q. Ammo Qur'oni Karimdan ilgari hech bunday bishorat berilmagan degan so'zga men qo'sha olmayman. Va unda degan gapmi yo'q qo'ydi masalan İncilni o'qisangiz, İncilda nurg'un mo'jizalar bor. İncilni men to'liq o'qib chiqdim. Ben de okumadım İncil'ini. Qur'onda mo'jiza bor kelgan. Tavrani o'qisangiz nima Onunda açta bolaşta şunun için dedim ki eğer İslam Kur'an bilen başlangan bolsaydı doğrulattı. Onda emes oğallı uçuyan o ilgiri ki fakat biz ismini başka atıp kaldık. Aslında hemimiz Allah'ın dini de biz insanlar başka atıp aldı onu. Çünkü karakteri başka narsaları üzgertildiği için insanlar terpedin. Aşında olap kaldı. Aslında hemimiz bir din. Adem Aleyhisselam'dan İbrahim, Nuh, İsa, Mesih, Muhammed kadar kelgenlerinin hemmisi fakat ve fakat o'xshash narsaga da'vat qilib kelgan. Bir uçur. An o'xshamaganlar matlanga Qur'onni arab tilida tushagan vaqtlarda. To'g'rimi? Har qavmga shularning tilida bayon qildik deydi. Qilgan. Shuning uchun shu matlanga ularni matlanga nimishqa Injil deydi, uni matlanga Google deysangiz shundoq tushundirdi. Nimishqa Injil degan so'zni matlanga Bible deydi. Endi biz Uyg'urcha va arabcha Injil deb tarjima Bible. Nimishqa Bible deydi. Aşı matlanga ular to'g'riliq matlanga Old Testimony. Yahudlar o'qiydigan Old Testament. Nimishqa shunda deydi Tavrat arabda. Aşı Google kirsangiz ashla to'g'riliq shunda yaxshi tushundirsa kiriblar. Men bu IA'ga kirib so'zlasangizmi shunda tushundirib berdi. Nimishqa deydi, qanda bo'ldi deb. Biz endi hozirgi insonlar uning oldida qanda bo'lgan Odam alayhissalomdan shu hozirgi tadqiq Odam alayhissalomning bo'g'ini qancha yil bo'lgan uqmaymiz. To'g'rimi? Buning hech qanday uni chunki bir yerdan qo'lab chiqqan bir hech nima yo'q. Uni bilmaymiz. Allohlar ketganda ya'ni jannatga qaytib ketgan bo'lsa, bu yer nima uqmaymiz. Uningdagi biz hozir haqlar eng yuqori yiliq bir vaqtida Aysa alayhissalomninki jasadini topdiq deb Avstraliyada nimalarda shundoq bir nim bo'lib ketdi. Uni Xristolar degan noyt qarish turib, bu intayin bu dinning butun nimasiga nim qildi deb intayin qarish turib din. O islom dinining chattig'i yo'q. Topsang top deydi. Islom din bundan nimalar topsang topla deydi. Kelsan qildi. Hozir AI to'g'riliq islom dinida qanday qilish kerak deb islom olimi o'tirib, nim deb tushunish kerak deb shundoq qiziqarli bas nozirlar bor. Nayt basında şunda qiziqarlıq bo'lib ketmadi. Men gay vaqtida mushu o'tirib anglab ketmay yig'inim bor, men kitoblar chiqyapti hozir. AI va islom din, AI va Injil bu to'g'riliq kitoblar degan karomat chiqyapti, maqollar chiqyapti, shunchalar qiziqarli. Keyin to'xtab qoladi. Uqmaymiz deb. Biz bayatımda bir tek ettiniz ilim nima? Medeniyet inqilabı dedi Xitoy. Bizga kalmışdan keldi de medeniyetlerning inqilabı şekilde. Bunun altında sanayi inqilabı dedi ma Avrupa. Siz dediniz ilim inqilabı mı? Bizim dediniz. İnsanlar tarixida biz hozir qadar eng cho'ng inqilobni 4 bo'ldi. Birinchi sanoat inqilobi. Elaqa par chiqdi, vat chiqib, uaqlar butun poyuz. Yaqin zamanda deysiz hesapda. Yaqin zaman. Uning oldingisi yeziklik davri deymiz. Yeziklik, dehqonchilik davri. Sanoat bütün şehirler kuruldu, poyizlar mangdi, maşinlar bütün bunu sanoat inqilobi deymiz. Bu inqilobga biz kelganda bu inqilob bo'lgan. İkinci inqilob 30-yildan boshlangan bir elektr inqilobi. Bütün narsa elektrlashdi.
Çıraqlarni bir yaqsaq yoqdi. Lekin biz kichik vaqtimizda yillar chiroq yo'q dechi. Ashalarda Sarbuloq degan lampa yoqadi. Elektr inqilobi bo'ldi, zavodlar butunga bo'ldi. Ikkinchi cho'ng inqilob insonlarni mang'an elektr inqilobi. Elektr inqilobi avtomatlashtirishni kuchaytirdi. Nurg'un narsalar o'zligida avtomatik zavodlarga borsangiz, mang'adigan butun qildi. Bu insonlarning mandaysiz bu insonlarga nurg'un kuch-quvvat berib, tezlashtiryapti. Burun 100 odam 10 kunni qildigan ishni 1 soatda mashina qilib yetadigan bo'lib ketdi. Uchinchi inqilob biz buningda bizdan boshlandi. 80-yildan boshlab uchur inqilobi. Tor inqilobi. Torlar başladı, kuşlar intayı uçurlar, mangdi, ketdi, tılpullar çıktı, bütün dünyada kolumuzda, doğru mu? Olma tılpınla kalan Steven Jobs degen, ben hakka bütün dünyanın hakkının çangılığı sip vermen degen, sip verdi. Bu üçüncü inkılap, üçür inkılabı, bu üçür inkılabının intayı terakkılışıda iki narsa, biri kompüter, biri çip. Çipnin işkisi, bu işkisi insanlarını 100 hassa kuchaytirdi. Lekin bu uch inqilobning nim asosi bo'ldi desangiz, bizning maskulimizni kuchaytirdi, bizni kuchaytirdi. Tashqi dunyoni o'zgartirish qudratimizni kuchaytirdi bizni. To'rtinchi inqilob AI, sun'iy aql inqilobi hozir boshlandi. Biz buni boshlanishi, bu sun'iy inqilobning bo'lsa, o'zimizni o'zgartiryapmiz. O'zimizning chipning paydo bo'lishi bizni o'zimizni o'zgartiradigan, o'zimizning o'rnini oladigan bir narsa yashash ehtimolini berdi. Chipni ishlash nimish test degan tayyorlab qo'ydim, bir kun chiqamiz. Uni inqilob manda bo'ldi. Hozir bu AI degan intayin kuchli to'g'rimi? Masalan, Saudiya Arabistonda tunji AI odam, bu AI temir odam, yan bir nechta bular o'xshamagan hukmlarda Uyg'ur hamini AI deb ishlatyapmiz. Hozircha ishlatib turaman, ayrim tushundirman. Saudiya Arabistonda tunji AI odam yurak operatsiyasini qildi. Agar AI operatsiya qilsa, albatta odamdan yaxshi-da, to'g'rimi? U degan milli santimetrni ko'rsatdi. Masalan, yaqinda qima Las Vegasga bordik biz. U yerlarda hozir taksilar odam yo'q, taksilarda qoldi, o'tlardiq keldi, opir qo'ydi. Ularda vaqa odamsiz bu mashinada vaqa night oz bo'ladi. O oldidagi mashina qanchalik ishtikit bor, keyindagi mashina atrof shunday hisoblab shaq ketaverdi. Xuddilik temir yo'lda poyezdlar g'irrik o'tib ketadi-ku. Hech qanaqa. Shuningga u degan milliy santimetrgacha hisoblaydi. Hozir masalan shaxmatni deysiz. Mas sun'iy aqlda shaxmat desa, shaxmat o'ynagan eng yaxshi shaxmatchi aqcham 10 qadam, 15 qadamgacha hisoblaydi. To'g'rimi? Hozir mas sun'iy aqli ishlagan mas shaxmat 1 sekundda 200 million qadamni hisoblaydi. Bütün xil yo'lni. Siz qanday yengalaysiz? Shu hozir biz o'zimizga yaqinda Elon Musk dedi. Yani oldimizki 5 yilda deydi. 50% odam ishsiz qoldi deydi. Şu hükümet bekiş doğru keldi. Şirketler boyutdi, hükümet bekiş doğru keldi. Hozir siz bilan biz naqmushu AI inqilobining beshida boshlandik. Mening mushu inqilob masalasini tilga olishimda biz ajdaq davr bo'lgich bir bosqichga kirgizibdik-ku. Uchur inqilobni biz 87-yil Amerikaga tor boshlanib ketdi. 87-yil boshlandi. Tor hozir keldi, uchur inqilobining misha keldi. Hozir uchur inqilobi ana bu ikki cho'ng inqilobda biz bo'ldik. Demak, sal diqqat qilmasak yoki sal himmat qilmasak supurilib ketamiz hozir. Supurilib ketamiz tamamen. Masalan, hammaning bo'lib ketsa, bizga o'xshash insonlar mavjud bo'lishini masalan hozir sun'iy odamlar chiqdi. Bizga o'xshashlar, bütün a'zosi bor, qo'llari bor. Hozir ashlarni qanday qilib tug'dirishning yo'lini izlanyapti. Masalan, unda bu bo'lsa, masalan, bo'lsin, ayollar bo'lsin, masalan, bir erni desak, o bir odam erni anda ayolni ilyapti, o'xshashida. O ayolni semiz bo'lib bersangiz, semiz bo'lib berdi, o'roq bo'lib bersangiz, o'zoq bo'lib berdi. O bir shunday bir qachalik qarsangiz, bir xiyollar deydigan cennet ayollarni xiyol taş batırib etmeyli bo'ldi endi. Şu deyman bu bular hammasi haqiqat masalan hozir gen tadqiqot qilib men dedim odamning badanidagi genni mushta ulasangiz uning uzunligi mishadan quyoshni 17 gacha cho'g'laydi. Siz nimishqa bir yarim og'riydi deysangiz, ashadagi ashna ichida bir tal gen ya bir nechta tal gen
zahmlangan ya birinin bo'lgan. Ana almashtirib olsangiz saqlaysiz. Yurak og'riqmi shu? Shunga hozir uni tadqiq qilib bu uzunlikni nihoyat qisqartiryapti. Hozir haqlarni deyishgan 30 yildan keyin biz o'limni yengamiz deydi. Agar sizni bir o'q etib o'ltiryapmasa, siz mashin bir vaqt bo'lsangiz, yashayversiz 500 yil, 1000 yil yashayman desiz, ketaversiz. Aksine qaysi gen buzilib qolsa, shuni almashtirib qo'ysiz. Bo'ldi. Xudaylik mashinani birimiz buzilib qolsa, yasab qo'ysan ketavergandek, biz hozir insonlar tadqiqot o'limni yengamiz degan shuarga chiqdi. Şu hesapta şununla ajna digizdigan bir narsa o'ziga ishonch paydo bo'libdi-da, bir ko'rgan narsa bo'libdi. Ammo endi bizlarga ilmiy narsalarga ha deymiz, lekin ilm davomli burunqi yakunni xulosalab bo'lgan narsani qayta yeshitib bordi shu. Unda emas manda deb. Şuna ilimning hozirgi bergan hukmlarini oxirgi hukm deyolmaymiz. Yo'q, demaysiz. Masalan, burun biz dunyoda hamma narsa modda. Burun moddalarning ichini bundoq qarasak, elementi atom debdi. Haqlar atom deb chiqdi. Keyin atomni mushton netyuzlasi yo'qotsa, u atomning ichida elektron bor ekan, proton bor ekan, newton bor ekan. Voy, atom degan ma uchidan tarkib topdi degan chiqdi. Keyin o protonni mushton net yo'qotsa, uning ichida kod degan narsa chiqdi. O ikki degan. Uningda uni yon yo'qotganda eng oxiri ichida hech nima yo'q, lip qilib turgan energiya bor ekan. Uni hozir nota deydi. Naqshining notasi bor, nota deydi. O ashi o'xshamagandan ashning lipildishdan mushunda chiqqan. Shunga butun dunyo faqat bir energiyadanla paydo bo'lgan deydi hozir. Bu dunyoda energiyadan boshqa nima deb yo'g'on ikkinchi yon nima chiqadi uqmaymiz. Hozir olimlarning tadqiqot munoziralarini anglasangiz, AI yig'inlariga to'la bormi? Voy, so'zlasangiz ajoyib bir bu dunyoda allaqachon bu boshqa dunyo ketganligini his qilasiz. Bu insonlar nada, biz nada deysiz. Shunday. İnsanlar nima qilyapti? Masalan, Elon Musk yaqin qildi Amerika. Database deymiz, data center. Amerika masalan Oracle bor. Yaqinda cho'ng gapda database degan narsa. Shuni masalan anglaydiganlar uchun men database'ni jip-jiplarga tushuntirib beraman. Jip algıcı. Mesela adı database'ni ayga salay dedi. Yer şuardan bulmaydı, yer şuar kılmaydı. Adı ayga şilişini resmi planladı. Bunu database ayga. Ma Elon Musk'ın uçurduğun nesli uçmasa 5 yıl 10 yıl çıkıdı. Onu ayga uçup çıkış. O kuda ayrıklandı uçup çıkıp bir yere bağındak mı bu falan. Adı şey adlı kaldı. Menden daha kalanı fantasiya emes çıkınca. Ma adıkı terakkilatka ilim pelle. Bo'ldi, bir şey so'zlab beray. Bo'ldi, rahmat. Bo'ldi. Amag'aysiz, ajillik bo'lg'aysiz. Yana shukr, rahmat aytamiz. Budaqda men yezyapman, kallam. Ilim fan nima uchun dinni inkor qilmaydigan haqida ko'z qarashimni so'zlab beraman. Tamam. Bo'ldi. Ma'qul, xo'shamsizka. Ma'qul, aman bo'ling. Alloh amanat. Muhtaram qarindoshlar, bugungi program deya qadar bo'ldi. Biz yashayotgan dunyoning biz ilgari tasavvur qilgan rivoyat cho'chaklarda anglagan dunyodan tamoman farqli bir ahvolga kirib kelayotganligini his qilib turyapmiz. Oldimizda yana qanday yangiliklar bo'ladi, biz qanday raqobatlarga mavjudligimizni saqlab qolish uchun qanday narsalarga ehtiyoj, muhtoj bo'lganligimiz u ayrim bir muammo, ayrim bir izlanish. Qo'limizda Qur'on, dilimizda Allohga bo'lgan iymon bo'lish tufaylidan biz yana umid yashashga va oxirgi ajal kelguncha bu imtihon dunyosidagi hayotimizni davom qilishga umid bilan qadam besishga majburmiz va shunday qilamiz, albatta qilib keldik. Lekin ko'zimizni yumib tavakkal deyishning vaqti o'tdi. Tushunib, bilib, andan keyin uningga maydonimizni, irodamizni va tayyorligimizni qilish bizdan asl talab qilingan ekan. Biz bu narsalarni biz his qilmay yashaganligimiz tufayli bugungidek qismatlarda yashayapmiz.
Şuna hazırdan başlap, özümüzden başlap olsunmu düşünüş, öğünüş, yollarda izlenişini to'xtatmasak, kengaysak degan umidda bu programma qilgan. Davomini birlikda ko'ramiz inshaalloh. Do'stlar, tashakkur qilib qo'ysizlar. Yana bir qatorliq fursatda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum.